Undan keyin anavi 1%lik 1% anavi traderni anonsi bor-ku. O'sha videongizga keyin buni anons qilib berib ketgan ekansiz. O'sha payt ko'rdim. Siz vaziyatni yumshatib, gapdan qochmang. Men kimga, qayerda, nima dars o'tganimni, YouTube'ga nima qo'yganimni 100% eslamasam ham 90-95% eslayman. Bular Astro Squad Trading Bootcamp'ga berilgan darslik. Orqasida anavi bor. 2023-yilgina pechati bor. Nega bunday qildingiz? Qaysini aka? AI bilan hamkorlikni nazarda tutyapman. Yo'q, bu narsani men anavi qilganim yo'q. Prosta shuni chizdim. Bu yerdagi o'sha narx esa mana bu prosta yozuvni aka tushunarli qilish uchun siz uchun. O'shaning uchun EA dan foydalandim-da aka. EA buni bilmaydi. EA sell trend dedi. Men boshida bir so'rab ko'rdim. EA sell trend dedi tipadagi nima zonadan men ko'ryapman, down trendda ketyapti. Pastda likvidlarga tushib ketishi mumkin deb nimalar bilan aytdi-da aka. Yaxshi. Bilasizmi shu yerda qayergacha? Mana siz orqani ko'rmayapsiz-a? Zo'r topshiriq. Gaplarni ishlatib qo'ying. Orqa noma'lum. To'g'rimi? Prosta beyoq ma'lum. Mana yerlar ko'rinadi. Xuddi shunaqa momentda qayergacha buy ishlash mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshilab Mana bu tepada, mana tepada bitta o'zini o'zi yechganda, mana kirgan. Keyin qanday qilib tepa birinchi likvid bor-ku? Mana ana shu o'zini o'zi yechgan aka. Menimcha keyingisi o'sha mana shu hay bo'lish kerak. Ikkinchi hayda bo'lish kerak, to'g'rimi? o'sha yoqqacha deyapsizmi? Yo'q, bu mana ikkinchisigacha aka. Ikkinchi liniya bor-ku? Bungachami? Ha. Yo'q. Spoiler qilaman, ikkita variant bor. Ikkinchisi, mana bu ikkalasi yechgan deyapsiz-ku. Mana bunday qilsangiz nima bo'ladi bu? Equal high bo'lamiz. Borsa shu yoqqacha boradi. Lekin unaqa bo'lish imkoniyati qiyin. Ya'ni 50-50 vaziyat. Bu 50%. Birinchi variantda. Aka, ana bu OBS'ni yoqib qo'ya olasizmi? Men u kuni OBS yoqdim aka. Ichida chatlandi, nimadirlar ko'rinib ketibdi, sizga tashlab beray desam. Men o'zim yoqib qo'yaveraymi? Yo'q, yoqdim. Xohlasangiz o'zingiz ham yoqib qo'yavering bemalol. Men o'zim ham yoqdim. Tashlab berasiz-ku. Har ehtimolga qarshi deyman-da. Bo'ldi. Birinchi variant qarang. Xo'p, mana bu yerda katta ehtimol nima bo'lgan bo'lishi mumkin? SMT. Shunday. Demak, high bundan emas, mana bu yerdan olinadi. Tushundingiz-a? Da. Toki lowgacha. Endi nima tortamiz biz? 0.5. Primerni ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, mana bundan tepasi. Lekin narx bu yergacha nima qilmayapti? Kelmayapti. Kelish uchun nima qilish kerak? Mana bu fogiga tushib borish kerak. Keyin pastga ketadi. Sell uchun. Buy uchun agar mana bu yerdagi holatda mana bu buyni 50-50 deganim sababi 60 ida PJR bo'ladigan bo'lsa, bu nima qilib ketadi? Bunday qilib MMBMga o'zgarib ketadi. Tushundingizmi? Shunaqa. Endi qarang. Video bilan boshlaymiz. Xo'sh, bizning qilish darsimiz shu. Imbalance fair value gap, volume imbalance и gaplar. Xo'sh, volume imbalance то есть aqlga bu neeffektivni hisoblanadi. Xo'sh, bilgan displacement indeksida и inefficiency deyiladi. Neeffektivni dedingizmi? Shunaqa eshitdimmi? Nima desam bo'ladi? Aktiv bo'lmagan demoqchimisiz? Yo'q. Короче, anavunda bir ikkita rus treyderlarni ko'rganda fair value gapda shunday deb ketardi-da. Ana shu miyada o'tirib qolganda neeffektivность deydimi? Neeffektivность. То есть ana shu inefficiency ruschasida aka, короче. Men videoda inefficiency deganmanmi yo'qmi? Yo'q. Menga bu informatsiya nega kerak? Yo'q, mana bu sell side imbalance, buy side inefficiency deysiz-ku. Okay. Endi siz o'zingiz tupga ketib qo'yapsiz. U gapni tushuntirib bering endi menga. Nima uchun unaqa? U mana bu CBI, to есть bu ICT da sell side ga haydaydigan imbalansmi? Okay. BCI bo'lsa, u buy side ga haydaydigan imbalans. ICT tilida olinganda. Gapni tarjima qilingchi. Buy side imbalance, sell side inefficiency. BC. Sell side imbalance, buy side inefficiency. To'g'rimi? Birinchisi BC, ikkinchisi CB. Tarjima qiling gapni.
Tarjima qilsangiz ham tushunib olasiz. Keyin emas. Bilib olasiz. Nima demoqchi? Misol uchun eshityapsizmi? Aha. Misol uchun. Nima bu? Bu imbalance fair gap. To'g'rimi? Mhm. Bu-chi? CBA. Inefficiency, ya'ni noaniqlik degan so'z. O'rtasidami yo oxiridami? Oxirida. Mhm. Bu yerdagi jumlaga e'tibor A, qiling. to'xtang. Cell Endi site tushundim. imbalance, cell uchun shakllantirayotgan imbalance. Mhm. Tushundingizmi? Ehtimollik to есть. Ha. Mhm. By site inefficiency, ya'ni by site aniq emas, aktiv emas. Не Hmm. активный dedingiz. Не effektivniy dedingiz. Esladingizmi? Ha, da. Bormaydi degani by site'ga. Ha, 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 ha. Tutilib qoldingiz-a? Ha, böyle tushundim aka. Endi kubogiga qayting. Kubogini tasniflang. Hozir aytib beraveraymi? Eshityapman men. Xo'sh. Farewell gap. O'sha men bu masalan videoda ham aytgandim lekin. Men hozir Bu eshitgim kelyapti. farewell gap bu hozir nima desam bo'ladi? Qachonki mana bu o'rtada masalan buyerlar bilan sellerlar bir-biri bilan nima desam bo'ladi? Talashib, to есть o'sha paytda talashib turib, o'sha paytda konsolidatsiya bo'lib qoladi. Qaysidir tomon yutib chiqqandan keyin u yerda narx sразу tushib ketadi. To есть sellerlar yutib chiqsa, narx sразу tushib ketadi. U joyda torg bo'lmaydi. To есть bit bilan ask degan narsa bo'lsa, masalan, o'sha narsa bo'lmay qoladi-da. O'shanda bu hosil bo'ladi. O'rtadagi nima deydi? O'sha fair value gap. Imbalance. Javobingizni o'xshataymi? Aha. Tasavvur qiling. Maktab bolasisiz. Matematikadan uyga vazifa qilmagansiz. Mhm. Men ustozingizman. So'rayapman. Ismingiz nima edi aka? Uzra? Mahmud. Mahmud bey, nimaga tenglamani yechmading yoki uyga vazifani qilmading deb sizdan so'rayapman. Siz aytyapsiz. Sizni hozirgi javobingiz menga o'xshayapti. Eshitib turing. Ustoz, bilasizmi, bizda uyda bitta pishak bor. U pishakni bolasi itdan bo'lib qolibdi. Keyin o'sha kuni men ularni tutib olganimda, adabiyotdan she'rimni yodlolmay qoldimda, bir karra o'zimga kelib olish uchun issiq suvni orqasidan muzdek suv ichib o'tib, g'alati bo'lib, keyin больницаga borib, kapelnitsa olib, birdaniga toshog'im qisib qoldi. Keyin yo'lda qaytayotganimda oyog'imni tufli qisganligi uchun tursugimni yechib yubordim deb javob beryapsiz. Bit ask. Чё там, брат? Nima bu ma'nosizchilik? Oddiy savol. O'zingizni sharhingizdan o'zingizni ko'nglingiz to'ldimi? Mujikcha gap. Bu unaqa cho'zadigan narsa emas, oddiy narsa. Oddiy ishlatadigan, tortadigan narsangizni bilmayapsiz. Makkillab qolyapsiz. Darsni ko'ring deyilgan. Hozir просто anavi bo'lib qolyapti-da, nima desam bo'ladi. Biz biladigan narsa просто anavi nima deydi, hayajon deydimi? Yo'q, ana brat. Men transga o'xshaymanmi? Yo'q. Yo gay-payga o'xshatasizmi? Yo'q. Nega hayajonlanyapsiz? Men bilan tolga bo'lmasam, yo bir g'alati bir jins vakili bo'lmasam, bemalol gaplashing aka. Men sizdan rasmiyatchilik so'ramayotgan bo'lsam, просто cho'tki javob bering, bo'ldi. Qanaqa tilda gapirishingizdan qat'iy nazar. Yoshingiz nechida edi? 19 da. 29 da? 19. Ha, 19. Tushunarli. 19 bo'lsa shunda nechinchi yil bo'lasizdir? 2006.
2014? 2006 aka. 2006? Mhm. Serious. Mhm. Umringiz uzoq bo'lsin. Bu nima, introvert odammisiz deyman. Nega moslashishingiz, nima desa bo'ladi, connection'ni davom ettirib ketishingiz qandaydir xarizma yetishmayapti. Hozir xafa qilib qo'yganga o'xshayapman-da chetda sizda boru. Ya, aka. То есть не to gapirib qo'yganday bo'lyapti to'g'risi. Agar Aka, hamma darsda gap so'zda. rasmiyatchilik bilan ortiqcha gap so'zlarsiz, o'zingni o'rningni, kimligingni bilib, haddingni bilgan holda o't desangiz, no problem. Ya, aka, bemalol aka. Unaqa bo'lmasa darsam bo'lmaydi-ku. Unaqa bo'lmasa o'rganishim bo'lmaydi-ku. Bitta savol bersam maylimi? Xo'sh. Do'stlaringiz bir 10-15 ta chiqadimi? Ha, chiqadi. Yo'qmi, connection qiladigan deyapman. Misol, jo'ralar kuruk bo'ladi-yu, xuddi shunaqa demoqchiman. Hazil huzul Yo'q, uncha bemalol. chiqmaydi. I know, 4 ta, 5 brother. ta borda aka. I know, brother. I know. Почти detektivman, brat. Maslahatim, meni gapimdan xafa bo'lmang. Prosta demoqchi bo'lganim, menga tuyulgani birdan ko'nglingizga olganday bo'lib qoldingiz-da. Men sizni sindirmoqchi emasman aka. Yoki qandaydir ko'zingizga ahmoq qilib javob berayotganday, tipa hujjat qilyaptimi? Bu jala naxuy meni ahmoq qilyapti degan xayol kelmasin deb sizdan iltimos qilib so'rayapman. Hazil-huzul bilan YouTube'da ko'rgansiz meni. Qanaqa dars Aha. o'tishimni stilimni. Shunaqa Ya. bo'lishga harakat qilyapman. Siz ham iloji boricha o'zingiz bo'lishga, oshnalaringiz bilan qanaqa qo'pol qilib aytganda oddiy shu so'kinib, nimadir hazil-huzul qilsangiz, xuddi shunaqa bo'lishga, o'zingizni erkin his qilishga men chorlamoqchiman. Sizni aytyapman, o'lay agar xafa qilish niyatim yo'q edi. Ko'nglingizga olmang. Iltimos sizdan mana bu Mahmud bey qanaqa bo'lsa, ichidagi Mahmudcha boru, hazil-huzulli, bemalol o'shanaqa bo'ling bo'ldi. Shunda birinchidan dovdiramaysiz. Chunki bilgan narsasida odam qanaqa qilib dovdirashi mumkin. Dasturchiman dedingiz, to'g'rimi? Mhm. Front-end, back-endni bilasizmi? Ikkalasini ham yo faqat bittasinimi? Men dizaynerman aka. Ha, dizayn. Produkt dizayner. UI UX mi? Yoki Ha. oddiymi? Ya, UI UX. Unda ham baribir koding bor-da, to'g'rimi? Yo'q umuman koding bizda. Sizlarga prosta dizaynni o'zimi? Ya, o'zi dizayn o'zim qilaman-da. Endi Discordlar mana bunaqa button balabattarlarni. endi tasavvur qiling. Prosta ranglar kontrastini o'sha momentga mos qilib, sizga past keldi, toza keldi, qilib ber deb turib. Siz qaltiraysizmi? Siz dovdiraysizmi aka? Soniyada maksimum bir oling yana 100 marta yoki 50 marta mishkaga teginish orqali o'sha narsani u xohlaganday qilib berasiz. Ya'ni uni ko'nglini tusayotgan narsa, siz ko'tingizni ko'tarmasdan, hech bir og'rish qilmasdan 50 marta kamida, ko'pi bilan 100 marta sichqonchani tiqillatish orqali, touch qilish orqali ishini hal qilib berasiz, to'g'rimi? Yoki sichqonchani boshidagidek bunday yurgizib tepaga bitta bosib, keyin bunday bitta bosib, bunday qilib o'tirasizmi? Tars urib tashlaysiz-a? Aha. Endi savol. O'shanaqa darajadagi bilimingizni hozir nima sizga to'sqinlik qilyaptiki, to'g'risida mana shunaqa tirillatib, aniq, lo'nda va sodda qilib aytib berishga. Faqat iltimos boyagi bahanani ishlatmang, boyagi o'tmay qolgan bor-ku, disk. Hayajonni ishlatmang. Chunki men bilasiz, ko'rgan bo'lsangiz juda yaxshi bilasiz, hammaga boshida aytaman. O'zingizni o'zligingizdek his qiling, kim bo'lsangiz shu bo'ling bo'ldi. Men bilan rasmiyatchilik qilish shart emas deb hammaga aytaman. Bu narsani juda yaxshi bilasiz deb o'ylayman. Da. Misol, mana bu narsalarni chizgan bola, shuncha tizini, uyga vazifani qilgan bola, bugun Nasdaqda qanaqa yurishini belgilab bergan bola, buy, sell ko'rsatib bergan bola, FVGga kelganda duduqlanib qolishi nikak iloji yo'q. Men misol ishonmayman. Yo asabiy buzilgan yoki boyagi aytganimdek do'stlar yetishmasligini, ya'ni umumiy olganda connection yetishmasligini hisobiga o'zingizni nutqingizni yetkazib bera olmadingiz deb o'ylayapman. Lekin unaqa hayajon degan variantga to'g'risi ishongim kelmayapti. Qaysi biri? O'zingiz Men ham shunaqada aka, mana hozir masalan sizga to'liq tushuntirib bera olmayapman buni. Men o'zim nima demoqchiligim. To есть o'zim bilaman, bu qanaqa hosil bo'lishini. Lekin uni bilib turibman. Shuncha uyga vazifani qilgansiz deb bekorga aytmayapman-ku. Shuning uchun oshnalaringizni so'radim, brat men.
Tushunyapsizmi? Connection qanaqa dedim, introvertmisiz dedim. Chunki aytganimdek hamma odamni yetkazish har xil. Tushunyapsizmi? Kimdir bidir zo'r qilganga mani olib ketadi-da, tushuntirib ketadi. Agar tushuntira olmasa ham aylantirib ketadi. Kimdir misol yetkazib bera olmaydi, prosta chiza oladi. Kimdir даже tushuntira olmaydi, chiza olmaydi. Tushunyapsizmi? Kimdir joyida chizmani ham qiladi, mana bu qisqalovda tushuntirishni ham qiladi. Hamma har xil. Bu narsani tushunaman. Siz menga nastroyni aytsangiz, men ham shunga qarab nastroyimni to'g'irlayman degan ma'noda aytdim. Tushundingizmi? Masalan, bu sohada doiz mana nima desam bo'ladi. Siz bilan ko'p nima qilib yurmaganman-ku. Gaplashib yurmaganman yoki boshqa narsa qilib yurmaganman. Ana shuning uchun ham bo'lib tushuntirishim passivniyroq bo'lishi mumkin. Masalan, nimadir deb qo'ymay, nimadir deb anaqa qilib qo'ymay deb turib aytishim mumkin-da. O'shaning uchun shunaqa vaziyat kelib chiqadi. Xuddi o'sha siz aytganingizdek, men masalan dars o'tib yurmaganman yoki boshqa narsa qilib yurmaganman. O'shaning uchun tushuntirib berish darajam past desa ham bo'ladi. O'zimni sohamga keladigan bo'lsak, почти sizga tushuntirib berishim bu dars bilan bir xil deb o'ylayman-da. Bu kelajakdagi o'zingiz bilan gaplashish, brat. Bu kelajakdagi o'zingiz bilan gaplashish. O'ylaysizki, men o'zim bilan gaplashmaymanmi? Nimadir xato qilayotganimni ko'nglim sezadi. Tushunyapsizmi? Misol analiz qilyapman-ku. Meni ko'nglim sezadi. Qayerdadir xato qildim. Boshidan kelaman. O'shanda nima qilaman deb o'ylaysiz? Gaplashaman. Ya'ni o'zimga o'zim dars o'taman. Shu joyda o'zida. Bu narsani men sizga singdira olsam, bu tortib ola olmaydigan qobiliyat. Hech kim sizdan hech qanaqasiga tortib ola olmaydi. Noningizni, oshingizni, uyingizni, joyingizni, mashinangizni, molingizni tortib olsin, lekin bu narsani tortib ola olmaydi. Tushunyapsizmi? Va shu narsa orqali siz boyagi narsalarga yana qaytadan erishishingiz mumkin. Tasavvur qiling. Prosta tak siz o'zingiz bilyapsiz xatoyingizni. Va o'sha joyda kesyapsiz, chopyapsiz boyagi xatoni. Boshdan kelyapsiz, to'g'rilayapsiz, vaziyatdan ham chiqyapsiz, stop ham quchoqlamayapsiz, qarabsizki, pul ham yechyapsiz. Tushunyapsizmi? Xo'p, out of topic bo'lib ketdi. Mavzuga qaytaylik, behuda gaplar bilan vaqtni 20 minutni ko'timizga tiqyapmiz. Aytganimdek, yana qaytarib aytaman. Prosta Mahmudbek bo'ling, tamom. Men siz nima deyishingizdan qat'iy nazar chin quloqim bilan, jon quloqim bilan eshitishga tayyorman. Faqat oldi qochdi gaplarsiz, konkretniy chart borasida, o'tilgan mavzu borasida boringizni yetkazing. Nutq doirasiga keladigan bo'lsak, ko'proq bir narsani praktis qiladigan bo'lsangiz, praktis borasida aytib o'tib ketay. Misol bir karra darslar tugatamiz-ku. O'shandan keyin to'xtab qolish bo'lmasin. Ya'ni o'zingiz doimiy tarzda, hatto 3 oyda bir yoki 6 oyda bir men siz bilan qanday dars o'tgan bo'lsam, xuddi shunday o'zingizga o'zingiz takrorlash qilishingiz kerak. Повторение мат учения degan gap bekorga emas. Qanchalik ko'p tushunganingiz sari, shunchalik ko'p pul topishni boshlaysiz. Men sizga shunaqa nimasi bo'ladi? Quymoq deydimi, sousi deydimi, sirimi, o'sha narsani beraman. U siri faqat Mixenga yaqinlashganimizda. Shu narsagacha ko'tib qonatsangiz, siz o'sha narsaga o'sha dars sizga o'tilishiga loyiq bo'ladi. Tushunyapsizmi? Shunaqa. Xo'p, aytilgandek, o'zingiz bo'ling, tamom. Xo'p, endi FVga keladigan bo'lsak aka. Uyga vazifalarda men bularni ko'rdingiz-a? Adashmasam RDRB ham bormikan, yo'qmikan? Bo'lish kerak edi. Nima deysiz aka? RDRB mavzusi. RDRB mavzusini aka o'zim ham ko'rib chiqardim. Ham topishga ozgina qiynalyapman, lekin ma'nosini tushundim. Bu RDRB o'sha narx impuls bilan tepaga chiqib qaytib tushadi-ku. O'sha joyda как бы u yerda ham nima desam bo'ladi? Narx tepadan pastga kelib tushgani uchun FVG ni sal xunukroq versiyasi qilganda, to'g'rimi? FV ko'rinmas FVG shunaqa. Da, ko'rinmas FVG u ham chiqib kirganda ham baribir u yerda ham qanaqadir konsolidatsiya bo'lib, u yerda ham mana bunaqa nima desam targovля deydimi, nima deydi baribir. Order blokka o'xshagan narsa bo'ladi deb ketgansiz, to'g'rimi? O'xshamaydi-yu, lekin mana bunaqa qilib ana ko'rsatgansiz-ku. Bu yerda bormikan o'zi ko'raydi men. Bitta bor ekan. Eng sodda turi, необычный turi. Mana buni ko'rdingizmi? Mana qarang. Bir ikkita joylarda ko'rsatgansiz, mana 3 ta shamda olib ketgansiz-da, to есть mana buni yuqori mana hozirgi aytganim, e'tibor qilganingizdek, bu birinchisi, ya'ni beginner. Eng soddasi bo'ladi-yu, bu o'sha. Boyaginaqalari yo'q lekin. Bu yerga qaytamiz. Hop. Yana bitta savol beraman. FVG deyilganda, birinchi navbatda esingizga kelsin, IRL teng FVG. FVG teng IRL. Tushundingizmi?
ya'ni ichki likvid vazifasida keladi. Asl Ha, ichki likvid bu ular. FVG. Mhm. Bu Qo'y- oliy navli qonun qoida deb saqlanib qo'ysangiz ham bo'ladi. Unga keyin MMXMda kelamiz. Xo'p, endi fairway gap. Ana narsa Oxiridagi aytsam bilammi? Mhm, Mana bu xuddi mana D1, недельный FVGlar bo'lar-ku. mhm. Endi o'shalarni как бы LTFlarga o'tsangiz, mana H1, H4larga o'tsangiz, tashqi likvid yoki ichki likvid sifatida turadi, to'g'rimi? Shu narsani aytyapsiz, to'g'rimi? Shunaqa. Mana bu yerda oddiy bitta misoli bor, qarang. Mana bu high, mana bu low, to'g'rimi? Tortamiz. Mhm. 50% dan pastda, okey. Lekin nima bor? FVG bor. Okey, bu high tasdiqlandi. Endi low. Low ham tasdiqlandi, ozgina yurdi. Endi bu joyda bizga данный momentda o'sha joyda o'ziga nisbatan berayotgan nima desa bo'ladi, range'chasi qarang. Mana bu low aktiv. Endi u o'ziga highcha yaratib olishi kerak. Tushundingizmi? Yaratdi. Mhm. Endi mana shu range'da high bo'ldi. U nimaga to'g'ri kelyapti? Mana bu FVGga. FVG. Ko'rdingizmi? U nima qiladi? Buzib o'tadi. Aha. Buzmaydi. Liquid break qiladi. Javob Break beradida, o'sha yerdan Ha. stop rate qilib turib qaytadi. Oddiy IM'da. Esingizga tushdimi? Bu Bari. accumulation phase, manipulation phase mana bu yerda bo'ladi. Distribution to'g'ri yo'nalish bo'lib ketadi. Ya'ni sell side'da yechmoqchimi, birinchi qayerda yechadi? Buy side. Qaysi saytdan? Keyin sell side'ga qarab to'g'ri yo'nalishda trend bo'ylab davom etadi. Xo'p, endi savolga keladigan bo'lsak, fairway gapda gap degan so'zidan quchoqlab oling, yaxshilab opichlab oling va mana bu gaplar mavzusiga shu yerda menga sanash orqali nuqta qo'ying. То есть siz dars qilganingizni men mana shu sanaganingizdan bilib. Gap deysizmi? Mhm. Xo'sh. Turlarini sanab beraymi? Yashang. To'g'ri tushundingiz Aha. savolni. Men sizga misol Birinchi tariqasida FVG. keltiraman. FVGni o'zi, keyingisi gap. Ana jumlani siz davom ettiring. Xo'sh, FVG, inversion fair value gap, Mhm. gapni o'zi, Yashang. volume imbalance. Mhm. И hozir esimda edi, esimdan chiqib ketdi. RDRBmidi? O'sha. Yashang hofiz. Keyinchi bilishingiz kerak bo'lgan asosiysi bor. Bularni lekin aka o'tilmagan lekin. Anov katta darsda o'tilgan. U lekin u darsda men anov ko'rib ketdim. To есть breakaway gap bor, measuring gap bor. Breakaway Mhm. gapga kelmas ekan, to'g'rimi? Mhm. Ko'pincha holatda. Measuring gapdan ketib qolar ekan. Shunaqa. To есть bu xuddi o'sha siz aytgan RDRBda tayda breakaway gap bo'ladi. U faqat o'sha RDRBdan ketib qoladi deyilgan ekan. U breakaway gapga tushib o'tirmaydi deb qo'yilgan. RDRBdan emas, measuringdan ketib qoladi. Da, measuring. Lekin u darsingizda ham aytib ketgansiz aka, nima edi, masalan, o'sha RDRB tursa, uni tagida breakaway gap bo'lsa, u breakaway gapga kelmaydi ko'p holatda. U RDRBdan chiqib ketadi degan ekansiz. Aha. Davom etavering. Shunaqa. Hop. Yana bitta narsa unutmaganman, tan olay. Bu ICT Reaper PD Array. Anov kirmaydi aka, IOFET u просто termin, to'g'rimi? Mana touch qilib ketib qolish, u gapga kirmaydi-ku. Da, u просто reaksiyasi javob berib ketishi. Reaksiya. Qarang. FVGni iFVGsi bor ekan. Demak, RDRB nimasi bor? RDRB bor. Yashang. Volume imbalance bor ekan. Demak, uni nimasi bor ekan? Inversion volume imbalance, to'g'rimi? Yashang. Hop, endi ICT Reaper PD Array mana bunaqa narsa qarang. Bu yerda bormikan? Bitta bor ekan. Mana bu nima edi? Bu BPR-da, to'g'rimi? Chordingiz. Yo'q, qarang, mana FVG, undan keyin FVG BPR hisoblanmaydimi? Agar iFVG demasangiz buni. E'tibor qiling, bilat. Men mana bunaqa tortmadim. Bilat qani, turuvchak. Men menga tortmadim. Men mana bunaqa tortdim. iFVG da bo'lmasa aka. iFVG? iFVG? Mana bu emasmi iFVG? Yordi. Keldi, ketdi, javobini berib bo'ldi. Mana shu Bu ham emasmi? pastda shunday-ku o'zi. Keldi, chiqolmadi-yu, yordi, lekin E'tibor qiling, bu FVG bo'lishi kerak edi. Sell uchun.
To'g'rimi? Sell ekan. Aha. Ammo iPhone'ga bo'lishda ham eplolmadi. Deyarli Да. eplolmadi, deyarli. Lekin e'tibor qiling, mana bu yerda tipa SNR zona bo'lib ishlaydi-da, tushundingizmi? Shuni ICT Reaper PDR deb aytiladi. Da. Sizga men konkretniy manbasini ko'rsataman hozir buni. Qanaqa olinishini. Xo'sh, bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa o'tamiz. Hop, ostroskop bootcamp. Qayerda ekan? Bala. Bootcampim qani meni? Yo'q, bana oldi. Mana. Hop. Master class darsliklar. Xo'sh. Hoppa. Shunda bor ekan. Order flow rejection, breaker block. Mana. Ko'rdingizmi? Reaper iPhone'ga. То есть, endi shu. Ko'rdingizmi? Juda ko'p iPhone'ga va bo'lib, uzog'i. Endi qarang, bu yoqqa qaytaman-da, sizga qisqacha tafsilotini berishga harakat qilaman. Na iPhone'ga bo'la oladi, na bir iPhone'ga bo'la oladi. Lekin uzoq muddatdan keyin u bir daraja o'laroq xizmat qiladi. Hop, misol uchun, uzoq bo'lmasi kerak-a. Unaqa uzoq bo'lsa ham bo'lmaydi. Hop, qarang. Mana buni olsangiz zo'r bo'ladi. Mana buni ko'rdingizmi? To'g'rimi? Bu nima bo'la olmadi? Nega bo'la olmadi? Mhm. iPhone'ga ham bo'la olmadi почти. Soyasi jihatdan shunaqa hisoblasangiz bo'ladi-yu, lekin bu yerga bu juda bog'liq emas, chunki masofa uzoq. Bunday tortsangiz nima bo'lyapti? Ko'rdingizmi? Qarshilik zonasi. Da, aytyapman-ku. SNR darajasiga o'xshaydi, lekin sal adekvatniy bashara. Nos emas, Velo, tushundingizmi? Hozir Velo nimaligini bilasizmi? Nos bir turida to'g'ri. Faqat boshqacha emas, современныйsi. Ko'rganmisiz yo'qmi o'zi Veloni? Ko'rganman. O'shanaqa bo'ldi. Ortiqcha tafsilot shart emas. Uzr, Allohga shukr. Xo'p. Shunaqalar, короче, o'shalar kiradi. Tushundingizmi? FOVga deyilganda. To'g'ri sanadingiz. Yetmay qolganlarini, bilmaganlaringizni aytib ketdim. Endi darsda chek qilamiz. Assalomu alaykum. Bu ikkinchi darsdan ko'rgan narsa. То есть, PDH, sayt, sayt, likvidnost. Bu likvidnostlar mavjudligida eng kerak narsa likvidnost bilish. Shuning uchun masalan, bizga anaqa qilib sayt, sayt, mana hosil bo'lishi, PDH hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Bizda ko'rishimiz mumkin. Bu bizda mana bu sayt. То есть, bu sayt и mana bu sayt. Hozir ikkita tayinlayda, demak, shunaqa qilib bo'lsa bo'ladi. Bu sell site boru? Aha. To'g'ri. Chunki shundan boshladingiz-da. Okay. Endi orqaga qaraymiz biz. Mana bu yerda olasiz. Tushundingizmi? Bu sell site kelajakda yechilsagina mana bunga o'xshab. Shundagina bunga qaraysiz. Agar bu hali yechilmasa va mana bu tarafi ham hali kelajakda shakllanmagan, to'g'rimi? Bizga berayotgani faqatgina mana bu high va mana bu high. Shuning uchun range'larni belgilashda mana bu boshida boshlanadi-da o'zi, sell side buy side'larni to'g'ri belgilashdan boshlanadi. O'shanda range to'g'ri topishni o'rganasiz, bo'lmasa qiynalasiz, chalkashasiz qaysi range'ligini bilmasdan. Plus swing high, swing low'lar ham e'tiborga molik, muhim rol o'ynaydi demoqchiman. Imminent mana shu range'ni belgilashda. Bu birinchi bu yoqqa chiqdi. Buni yechgandan keyin qayerga tushyapti? Pastga sell side'ga tushyapti. Tushundingiz-a? Logikasini tushundingizmi? Hozir siz buni tortdingiz, keyin buni tortdingiz, keyin buni tortdingiz-ku. Balki keyinroq aytarsiz. Lekin range'larni belgilayotganda tartibga e'tibor bersangiz, o'zingiz qiynalmaysiz deb aytib ketyapman xolos. Bu ham baysayd bo'lgan, buni yechgan. Bu baysayd bo'lib qolgan, buni ham yechgan. Undan keyin bizda katta time frame. Qarang, mana shu borku, kichkina mana pastga tushgan-ku. To есть, hay bilan mana qizil shamcha, to есть, qora shamcha hosil qilgan-ku. Shu narsa ham anonga kiradi-ku, to'g'rimi? Tepada likvidnostga kiradi. Ya'ni bayside bo'lib ketmasa ham likvidnostga kiradi, to'g'rimi? Mana bu joymi? Shunday. Qarang, kelajakda o'tamiz. Kelajakda emas, hozir o'tsak ham bo'ladi. Three drives pattern degan narsa bor.
Biz 1, 2, 3 keyin pochta o'tsagacha. O'sha yashading. Yashang, topdingiz. 1 marta yechdi, 2 marta yechdi, 3-chi marta ham yechyapti. Tushundingizmi? Ya'ni 1, Mhm. 2, 3. Drives degani endi bu yerda tipa haydaydi degani. Likidni 3 marta yechib turib haydaydi pastga degani. Mhm. Bu 3 marta hech qachon 2 marta bo'lib qolmagan. Hech qachon 4 marta yoki 5 marta bo'lib qolmagan. Yo 1 marta yechadi, yo 3 marta yechadi. 1 marta yechish qanday? Misol mana shu joyda yechdi-yu, bo'ldi, shundan keyin tashlash kerak bo'ladi. Lekin logika bo'yicha qaraydigan bo'lsak, buni bu bachag'irni kelishi qarang, yam-yashil, to'g'rimi? Bunday bo'lib Да. qaytishi qiyinga o'xshayapti. Shunaqa momentda nima qilasiz? Vaqt tizimiga topshirasiz. Ozgina kutsangiz, hech qayeringiz kamayib qolmaydi. Tushundingiz a? Mhm. Keyin nima qilasiz? Solishtirasiz. Agar entry qilmoqchi bo'lsangiz va ko'nglingiz tortayotgan bo'lsa. Misol olaylik, bunga qo'yib berdingiz, yashil bo'ldi. Bu yechdi borib. Lekin qaradingiz, 3 ta indeksdan nima qilyapti? Yechyapti. Siz entry qilasizmi? Mhm. Yo'q. Bizga harni bittasi muvaffaqiyatsizlikka uchrashi kerak. Endi Nasdaqning o'zi, bu Nasdaqda o'zi kirmaydi. Yo Dow Jones, yo nima? S&P 500 ga qarab Yes, turasiz. S&P 500. Da. Ikkalasi ham yechayotgan bo'lsa yana nima qilasiz? Yana vaqtni tanlaysiz. Aynen. Entry qilishga Mhm. shoshilish kerak emas demoqchiman. Ko'rdingiz, keldi, kutdingiz, ketdi. Fogiga javobini berdi. Mana bu obgacha tushmadi. Chunki bu nima ekan? Measuring ekan. Bu breakaway ekan, pastdagi fogi. Qarang, Mhm. measuring yorgandek ko'rinsa ham, lekin Adinxoy nima qilmayapti? Breakawayga kelmayapti. Keyin ketyapti. Sekin boryapti-da, biz kutgan narsani nima qilyapti? Amalga oshiryapti. Olaylik, yechib qo'ydi. Okey, S&P 500 ham yechdi, lekin nima qila olmadi Dow Jones? Yecha olmadi. O'sha joyda biz bo'ldi. Mana shu men sizga aytgan boyagi sous. Shunaqa momentda qo'rqmaslik kerak. Endi men sizga, например, ko'rsataman bugungi price action'dan. Xo'sh. O'zingiz ham topdingiz-ku boyagi. Shu narsada. Mana qarang. Да, aka. Nima qildi bu? Yechib qo'yibdi, to'g'rimi? Biz pastiga qaraymiz, oshnasi bilan solishtiramiz. Bu kelib turib nima qila olmayapti o'sha joyda? Yecha olmayapti. Bo'ldi. O'sha joyda nima qilish kerak? M5 tasiz. Ha. Bo'ldi. O'sha joyda ochasizda SMT'sini ham qarab turasiz. Endi iPhone'dan qo'shilib olishingiz qiyin-ku. Mana bunaqa mayda iPhone'dan. Keyingi fogidan olsak bo'ladi-da. Ha. Keyingi fogidan. Yokida mana bunaqa CSD reji breakerlardan nima qilasiz? Bosa. Entry qilamiz. Stop qayerda? Tepasida. Eng O'zi kamida mana bu ham qarang, почти 3 marta yechgan ekan o'zi. No, shunaqa, lekin bu tayinli high borda bu nima bo'ladi? Bor beradigan likidi bor, ko'rdingizmi? Bu bittada bo'linadi. Da to'g'ri, M1da nima qilishingiz mumkin? Solishtirib topishingiz mumkin, lekin ko'rib turganingizdek holat boshqacha M1da. Sezyapsizmi? Biladi. Bular umuman yecha olmayapti bu tomon. Bu yer kelyapti-da. Mana bu. Mana bu joyda qotib qolyapti. Bu nima qilyapti? Borib yechyapti. Ko'rdingizmi? Aytganimdek, mana bu pushti boyagi range high edi. U keldi. Boya aytdim-ku, yo 1 marta bo'ladi, yo 3 marta. Eslang, mana. Keldi, 1 marta yechdi. Men pushti tortib qo'ydim. 1 marta yechdi. Bo'ldi. Ketdi. Tushundingizmi? Keyin sizni eng kamida ishlaydigan joyingiz mana shu highga chiqishda katta rol o'ynagan nima bo'ladi? Rangening low bo'ladi. Yokida eng katta ehtimol bilan dastlabki irili или же equal low'lar. Bu yerdagi equal low mana bu ekan. Shunga nima qilyapti? Keberyapti. Mana bu joydagi tushishda nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Misol uchun. E'tibor qiling. Men Nasdaq tushgan harakatda demoqchiman. E'tibor qilib turibsizmi? Qarang. Keldi. Yechdi. Hayda qoldirdi. Ko'rdingizmi? Keldi. Yechdi, lekin nima qila olmadi? Yecha olmadi. Qarang, undan oldingi qayam o'ziniki yecha olmagan-ku mana bu. Undan oldingisi bor-ku, ikkita qizil shamcha turibdi pastda. Siz birinchisidan yechdi dedingiz-ku, o'sha joyda ham SMT yo'qmi o'zi aslida? Mana shu yerda ham bor. Mana da aytyapsizmi, mana shu joyda kelib yecha olmaganini? Yo'q, ikkinchisidan ekan mana. Bundan yana bitta turibdi-ku, qizilcha. Uzun turibdi-ku. Qaysi? Manami?
Ha, ana shu aka. Shu yechmaganmi o'zi aslida? Bunisi yechgan ekan. Tushunmadim. Bo'ldi. Bumi? Yo, bo'ldi aka. Tamam. Aytavering. Bunisi yechgan ekan. Yo, unisi yechgan ekan. O'sha belgilaganini yechgan ekan. Bo'ldi aka. Hmm. Ya mana o'zi tortib qo'yganman-ku. Siz mana yerga e'tibor bermadingiz-da men qayerdan tortganimga. Ha, bo'ldi aka. Ozgina shoshqaloqlik bilan xulosa chiqarib qo'ydingiz-a? Hech qisi yo'q. Yoshsiz. Bo'p turadi. Qiziqqansiz. Xo'p, endi bu yoqqa qaytamiz. Bu kelib nima qildi? Yechib qo'ydi bu yerda, bu yecha olmadi. Bizda ko'rinib turgan ikkita SMT bor, ishonchli. To'g'rimi? M1 ga borib qaraydigan bo'lsak, shu joyda nima turibdi? Beramiz. Endi sizga shu joyda sal murakkabroq savol. Mana bu iPhone'ga ishlaganmi yoki ishlamaganmi? Yoki kelib endi ishladimi? iPhone'ga Savoldan aniqroq qilaman. kelib endi ishlayapti-da, to'g'rimi? Nimaga asoslanib Ishlamagan. javob beryapsiz? Kelmagan-ku mana bu ikkinchisi ham. Mana bu ham u iPhone'ga kelmagan. Ikkinchisi kelyapti-ku. Shunday. Mana bu yerdagi yorilish harakatini bu emas, bu amalga oshirdi. Bu yorilgandek ko'rindi, lekin nima qildi? Soyasi bilan. Ложный пробой deb qo'yishadi-yu, shu narsa sodir bo'ldi. Tanasi va soyasi bilan ishonchli tarzda faqatgina mana bu switchi buzildi. Endi uni retesti hali bo'lmadi. Aytganingizda bu ham harakat qildi, bu ham harakat qildi. Kelib baribir javobini bera olmadi. Bu berdi. Yana shu yerda nima bo'lyapti? E'tibor qilamiz. Likvid yechishda ishtirok etayotgan mana bu. Uzr. Mana bu likvid. O'shani yechishda ishtirok etayotgan mana bu nima? iPhone'ga. iPhone'ga vazifasida ishlayapti. iPhone'ga. Tushundingiz-a? Hujum qayerga bo'ladi? Sil saytga. Yashang xo'ps. Bosqichlarni ko'rdingizmi? Ketdi. Mana bu yerda hech bir javob qoldirmayapti. Lekin biz bilamiz bu nima? RDRB. Yashang xo'ps. RDRBni qo'shganmanmi? Qo'shgan ekanman. Inside okay, right. Undan keyin nima bo'lyapti? Sizga qoldiryapti. Shuni aka qarang, displacement desa ham bo'ladi, ha? Displacement deb mana bunaqa harakatni aytasiz. Displacement deb mana bunaqa buzib oladi-yu. Katta. O'sha harakatlar displacement deyiladi. Ha, bo'ladi. Xo'p, mana bu nima? Displacement. Okay, qanaqa displacement? BCI da, to'g'rimi? Okay, BC ni qaysi turiga kiradi? Measuring gap kam? Yashang xo'ps. Tushundingiz-a? Shunaqa, oxirgi bosqich mana bu joyda Odiga javob berishi bilan pastga ketyapti. Xo'p, shunaqa gaplar. Endi darsga qaytamiz. Bu xo'sh. Bizda baysak saytga yechgandan keyin обязательно baysak qiladi. Xo'sh, shuni o'lchash hisobiga bizdan qaytamiz-da. Narx sizlar bir trace bo'lib tushmoqda. Va bizani biz saytimizga yechgandan keyin bizda change of delivery bo'ladi. Xo'sh, o'sha CICD. CICD bo'lgandan keyin ko'rishimiz mumkin, narx baysayt hujum qilishga boshlaydi. Yaxshi, CICDni birinchi darsdan bilish yomon emas. Ammo lekin bilmasangiz ham uyat. Bu narsani aka men oldin titreysi videolarini ko'rganimda CICDni o'rgangandim-da. Molodez. Bu yo'llar u o'zini ichki va tashqi repliklarni yechib katta baysaytga hujum qilishga ko'rmoqdan emas. Xo'sh, shunday narsa. Undan keyin bizda ichkilik o'zida Savol nega mana bu sell site yechilmadi? SMT bo'lib qo'yganlarda aka mana. Xo'p, shu yerda SMT bo'lishiga sabab. SMT bo'lishiga sabab? Yes sir. Fikrlab javob bering. Chunki qarang, ko'pincha mana buni equal low deb olsak bo'ladi, to'g'rimi? Kelajak uchun equal low qoldiryapti. Okay, bu yaxshi anglab qoldingiz, lekin nimaga yechmayapti? Savol shu. Yaxshi insight oldingiz. O'zini o'zi yechmaganmi aka? Mana bu qora shamcha bor-ku. Bu tepada, tepada. Bundan o'rtasida turibdi aka bitta. Manami? Ana shuni o'zini yechayotgan yo'qmi? Siz sell site deb mana tortdingiz. Endi mo'sh buni ham yechgandan keyin reaksiyasini beraverganman deb. Bu yerda yana o'sha aytganimizdek. Xo'p, buni yechdi. Bo'pti, buni yechdi, lekin nega buni yechmayapti? Bu ham sell site-ku. Unisini bilmayman aka. Fikrlang, o'rgangan narsangiz bo'yicha. Orasat ishlating oldi qilib aytganda. O'zimga oldin bunaqa savol bermaganman. Nima uchun yechmayapti degan narsani savol bermagan. O'sha savolni menda o'qiyapsizmi? Berishni o'rganasiz. Bering, javobini ham bering. Men eshityapman sizni.
Javobini bilmasangiz ham uyat emas. Prosta o'ylab, o'sha narsani o'ylaganingizdan keyin xayolingizga javobini keltirishga harakat qilib ko'ring. Quysinim xato bo'lsa ham mayli, berib ko'ring. Men eshitaman deyapman. Oldin siz o'zingiz eshitmagansiz. Men eshitaman deyapman. Biroq sizda eshitadigan odam bor. Nahotki hurmat qilmasangiz? Keyin mana pastda protected low bo'lib qolganmi? To есть o'sha ITL bo'lib qolgan uchunmi? Yes sir. Peshanangizdan o'pardim, no. Buni. Qonni ichida cho'chchisi bormi, yo'qmi deb o'ylab qolmasligingiz uchun ham o'polmayman, brat. To'g'ri javob. Endi savol, nega shunaqa? Chunki bu o'zini likvidini tozalab ketganda, shuning uchun ham bunga qaytib kerak. Yashang mujik, yashang. Endi lekin buni oshnasi olaylik S&P 500 yoki Dow Jonesga olsak, Nasdaqda belgilangan ITL bo'layotgan low'ni yechib qo'yadi. Aniqroq yechib qo'ygan bo'lish ehtimoli juda yuqori. Keling ko'ramiz. Чисто для интерес proba qilamiz. Qo'ysin. H4 time frame ekan. Ko'ramizmi? Nima farqi yo'q ekan. O'zingiz yetadimi ko'rishga? Qo'rqmaysizmi? Mana bildim, menimcha. Tepadan aniq xuddi shu. Ya bilaman aka. Mana shu yerda katta ehtimol SMT borga o'xshayapti. Katta ehtimol. Yoki mana bu switchlarga ko'ra bo'lishi mumkin, yoki mana shu low'da o'ziga nisbatan. Nima deb o'ylaysiz? Menimcha low o'ziga nisbatan bo'lsa kerak. Topdingiz. Nimaga nisbatan ekan? Low o'ziga nisbatan? Da. Ko'rdingizmi? Aha. Endi savol. To есть nega bu o'sha narsani qilyapti-yu, bu qilolmayapti? Buni javobini berdingiz. Bunga qoldi. Mana shu yerda bunga javob topsangiz, brat, pizdes narsani o'zingizga o'zingiz singdira olgan bo'lasiz va bundan keyin ham mustaqil fikrlash orqali o'zingizga o'zingiz savol berib, javobini qidirish orqali juda ko'p narsani tushunishingiz mumkin. Farosatni ishlatsangiz, oladigan va beradigan savollaringizda javoblari ham to'g'ri chiqadi. Hech qanday ustoz kerak bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? Anoda aravani uchini, kalavani uchini topdingiz. Endi uni tortish qoldi. Tortib ko'ring. Javob qanday chiqadi? Nima qilishim kerak aka? Savolni uncha tushunmadim. Bu joyda Nasdaq yechmadi. Sababi ITL ekan. Narxda Dow Jones yechib qo'ydi. Nega? Juda javob oddiy. Kallani ishlatsangiz ham oddiy javob. Prosta ishlatishingizni xohlayapman o'sha kallani aka. Xafa bo'lmang faqat. Javobini bilaman. Menimcha aniq bo'lmayapti. Nima desam bo'ladi? Vaqtni olaymi, olmaymi? Bilaman aka, biz ayting chiqay. Spoiler qilaman. ITLga bog'liq narsa bu. U darslarni lekin o'tganimiz yo'q-da aka. Yo'q. Hozir mana javob berdingiz-ku. ITLni ham o'tmagandingiz-ku. Javob berdingiz-ku. ITL qildi deb o'zingiz og'zingiz bilan aytdingizmi yo boshqa birov aytdimi? Yo'q, bildim. Faqat nima joylarini nima qilganim bo'ldi. To есть SMT bo'lsa, o'zi bu yechilgan hisoblanadi, to'g'rimi? Aytavering aka. Nima bo'ldi? Eshityapman. Topolmadingizmi? Yo'q. Javobini eshitsangiz, siz prikol qilyapsizmi, brat? Qo'ysa-chi, normal narsa gapiring deysiz, lekin gap tagida juda ham katta mazmun bor. Aytganimdek, bu ITL so'zi bilan bog'liq narsa edi. Nasdaq bu holatda oldinroq nimani yasagandi? Nasdaq o'zi uchun ITLni oldinroq yasadi. Dow Jones yasamadi. O'sha yasamaganligi uchun ham pastga Dow Jones tushdi, yasadi, keyin ketdi. Va buni natijasida bizni ko'zimizni tagida nima yotibdi? SMT deganning ma'nosi shu ekan. Tushundingizmi? Sabab mana hozir range bo'yicha. Aytavering. Mana hozir mana bu low'ni ko'rsatib qo'ydik-ku, SMT bo'lgan low'da. O'sha agar mana masalan Dow Jonesda yechilgan u joy.
Mhm. Nasdaqda ham xuddi o'shanaqa narsa yechilgan hisoblanmaydimi? O'zi shu joyda o'zi itilib bo'lib qolmaydimi shunda? Savolni xato berganingizni his qilyapsizmi? Men nima dedim hozir? Bu o'zi uchun oldinroq etilni yasadi. Dow Jones kelib, keyin yasadi. Apple yasaldi ikkalasida ham. Lekin bittasida oldinroq, bittasida keyinroq. Shuning uchun nima bo'ladi dedim? SMT dedim. SMT. Nahotki tushunish qiyin. Bu narsani siz qayerdan bilasiz? Oldinroq yasagan yasamaganni? Savol. Oldinroq yasagan yasamaganni? Javobni aytib qo'ydim men. SMT bo'lganda to'g'ri? Mantiqan to'g'ri. Deyarli yaqinsiz. Lekin aniq javob xuddi shunaqa narsa yana oldinroq sodir bo'ladi. U oldinroq sodir bo'lganini javob yana nimada? Yana sal orqaroqda. Ular nima qilishidan qat'iy nazar va bu ishni xoh o'tmishda va xoh kelajakda qilishidan qat'iy nazar baribir nimani sodir qiladi? SMTni. Bo'ldi. Uni logikasi nima? Bittasi yechadi, bittasi yechmaydi. Biz unga qanday javob topamiz? Bu qanaqa pozada bularni qoqishini, ya'ni buni qoqishini yaxshigina muxlis bo'lish orqali, kuzatish orqali. Tushundingizmi? Aytganimdek vaqt tizimiga qo'yasiz, kutasiz, keladi yoki kelmaydi, yechadi yoki yechmaydi, solishtirish orqali. Mana bu harakatda ham misol tunov kuni. Mana bu harakatda ham bugun, to'g'rimi? U mayli. Anavchi nima edi? Aka nima qildikki? Weeklyda 05 ga kelib berib, 05 ga kelib berib turib, sell side'ga hujum qiladi dedik. Qilibdi aka o'sha bir kunimizda. Yashang, yashang, yashang. Davom etamiz, a? Darsda ma'nali joylarini tushunayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Bu IBAN meni mazgimni sikyapti deb o'ylamayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Qaytadan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, davom etamiz. Endi bu mana bu siyosatlarga hujum qilishga boshlaganda. Xo'sh. Baysayd bilan siyosatlarni tushunishim bo'yicha mana shunaqa. Siyosat ichidan keyin baysayd hujum qiladi, baysayd ichidan keyin siyosat hujum qiladi. Ichkilikka ketgandan keyin tashrikka hujum qiladi, tashrikka ketgandan keyin ichkilikka hujum qiladi. Xo'sh, bizda PDH, IPDlar, xo'sh, previously high, previously low, o'sha previous session high, previous session low. Bular eng kuchli likviditetsga ega likvidlar. Xo'sh, oldingi kunlar high, oldingi kunlar low. Ko'pchilik odamlar stoplar o'sha yerda turganligi uchun ham bizda stop mana yetishga chiqib, masalan, PDHdan PDLga hujum, PDHdan PDLga hujum. Asl ko'rib bo'ladi. Xo'sh, kecha bo'lgan narsa, bu yerda ko'rishimiz mumkin. PDLni bor, ko'rishimiz mumkin PDHmiz. Bu PDHni yechmaslik uchun, lekin menimcha bu yerda GBP PDHni yechib qo'ygan. Shu joyda bizda ITF hosil bo'lgan. Защищённый протектор high hosil bo'lgan. То есть SMP berildi, SMPdan keyin reaksiya qilib, oqib ketdi. Xuddi shu narsa, то есть boshqa paradada PDHni yechgan, o'shaning uchun endi bu PDHni yechish shart emas. Keyin PDLga hujum bo'lgan. Oldindan lavziy zavoli. Mana bu go'rsoqtani ko'rdingiz-ku? Silk rasmiymi shu yerdan? Yo'q. Qo'rqoqmisiz? Savol qattiq bo'ldi. Yo'q, chunki menga yana konfirm kerakda ba'zi. Qanaqadir reaksiyasini ko'rishim kerak-ku. EURUSD 5-iyun holati. EURUSD 5-iyun holati. M15. Mana. To'g'rimi? Men aniq ayta olmayman-u, CFD'da qanaqa bo'lgan, lekin futures borasida ko'radigan bo'lsak, buni nimasi yo'q? Mana bunaqa Nima edi? Wick nima edi? soyasi yo'q-da, to'g'ri, wick yo'q. Soyasi yo'q. CFD'da bo'lgan bo'lishi mumkin. Confirmation mana bu emasmi siz uchun? Xo'sh. Yo'q ekan aka, eng qizig'i. Shu ham Shu yerdan kirmasmi deysiz, SMT-ku? Sizga nima? kirishim ham mumkin, chunki H1da aytib o'tmang, H1da ko'ringandan sirazi mana bunaqalar bo'lib ketish kerakmi sizga? Mana bunaqa vaziyatda nima qilasiz deyapman. Sizga kerakli bo'lgan narsa bor. Lekin unaqa siz kutayotgan confirmation
ishonchsiz va ko'rimsizlarni bir marta berib ketadi. Eng qizig'i, siz ham nima qilishingiz kerak? O'sha bir marta berganda suqib olishingiz kerak. To'g'rimi? Lekin suqib olmay qolsangiz-chi? Confirmationni kutish orqali shuncha kutgan harakatingiz ko'zingizni oldingizda tinimsiz orqaga qaramasdan oqib ketsa-chi? Ko'tarilib ketsa misol. Bunaqa harakatni o'tkazib yuborgan odam nikak o'zini kechira olmaydi. Shuncha price action'ni kutib, bu yerlarda kirmasdan, yana oxirida mana yerda ham kirmasdan o'tkazib yuborsa, tom-pom ketib qoladi. Minus qilgandan ko'ra battar siqilib qoladi-da. Lekin men o'ylayman, minus qilgandan ko'ra o'sha pozalarni o'tkazib yuborgan azobliroqmi deb o'ylayman. Shu aytayman-ku. Minusdan ham battar siqilib qoladi-da. Chunki minus qilgan taqdirda ham mana shu oxirgi umid orqali minusini nima qilardi? Qoplardi-da. Qisqa qilib aytganda, ko'tini yumaganligi uchun siqilib qoladi. Bo'q ustiga bo'q qilaverganligi uchun siqilib qoladi. To'g'ri aka. Men sizga uqtirmoqchi bo'lgan narsa, SMTni ko'rdingizmi? Siz to'g'ri trend bo'ylab ketyapsizmi? Ya'ni order flowga qarshi emasmisiz? Trendga qarshi emasmisiz? Og'uzi badaniga berish kerak. U misqolcha umid bo'lsa ham, misqolcha bir kichkinagina confirmational setup bersa ham, xoh IFOV bilan bo'lsin, xoh RDRB bilan bo'lsin, farqi yo'q. Qo'shib olish kerak. Chunki fast decision making da bu. Tushunyapsizmi? Tezkor qaror qabul qilishingiz kerak. Lahzalar sizning qo'lingizda. Misol uchun, tasavvur qiling. Bu yerda bu yerda ochyaptim. Ochmayapti. Tushunmadim, nega ochmayapti? Qo'ysinim, bu yoqda kirib ko'rsatamiz. Trading viewga. Asos trading viewga kirib olaymi? Blять, suka. MetaTrader'ga kirib olay. Qani, M5midi, 5-iyulmidi? 5. O, yashang hops. Bizdes. Hamma ko'ryapsiz? Mana. Qarang, даже iPhone'ga bu mana bunaqa qilib berib ham ketmabdi. Mana bu MetaTrader'dan safety-da baribir bu ham. Mana yerdagi CISDga. Tushunyapsizmi? Vazifa ya'ni to'g'ri entry qilish mas'uliyati yanada og'irroq darajaga chiqqanini ko'ryapsizmi? Advanced levelda bu. iPhone'dan kiraman deb turgan taqdiringizda ham o'zi yurak hovuchlab. Lekin shunga ham kelmay ketib qolyapti. Kelmay ketib qolishi sababi ichidan kirilsa, menimcha o'zi amal qilib ketadi. qarang. Sababi nima? Mana bu CISDcha. Ko'rdingizmi? Shunga o'zini javobini berib ketib qolyapti o'zi. Savolimni tushunyapsizmi? Nima deganimni tushundingizmi? Yo'q, savol berasiz. Nimani nazarda tutayotganimni demoqchiman-da. Qarang. Mana shu yerda olaylik. Uchu 69 lot. Kam bu uchun, lekin real shot uchun normalniy. Siz qilayotgan narsa nima? Mana shu CIS'dan entry qilish. Stop 1.625. To'g'rimi? 425. Qanaqa qilib olaman? TP M15 bo'yicha qo'ysinim. Ближайший low'da. O'sha. Chunki kullo yasyapti-da. 1. necha? 1.930 deylik. Qo'ysinim. 1.5930 ketdi. Real shot uchun. Olaylik $8 minus qilgansiz real shotingizda. Qilgan ishlatayotgan lotingizni komissiyasini ham qoplayapti. Ustiga yana foyda olib kelyapti. Shu harakatni o'tkazib o'ryapsiz. Qanaqa his qilib qolasiz? Bitta mana shu entryni qo'yib yuborish orqali. Eng qizig'i buni stop qancha? $110. Bu ham 10 errormi? Почти 10 error ekan, to'g'ri? Da, 10 errordan oshadi. O'shaning uchun aytayman, misqolcha umid
bo'lsa ham, misqolcha confirmation bo'lsa ham nima qilish kerak? Tezkor qaror qabul qilish orqali qo'rqmasdan SMTga ishonish orqali bosish kerak. Tushundingizmi? Bo'ldi, boshqa gap yo'q, brat. Davom etamiz. Xuddi shu narsa mana bu joyga ko'rishimiz mumkin. Bizada qilig'imiz bor. И bir ham to'g'ri bu yerga yechmagan, lekin har darajada bizada qilig'imizni yechib berishga harakat qilgan. Biz bo'lgan holatda SMTlar bo'lib turib, unaqa ketgan bo'lsa ham. Mana masalan, holat bizada qilig'imiz bor, bizada qilig'imiz bor. O'sha qilig'imiz bo'lgandan keyin manipulyatsiya qilib, yuqoridagi bitlarni yechgandan keyin bizada qilig'ga hujum bo'lgan. Xo'sh. Mana shu narsa. Kichkina korotki videocha bo'lgan yaxshi. Yaxshi, juda ham yaxshi. Mavzu bo'yicha, mavzu doirasida. Hop, bu yoqqa qaytamiz. Bu yoqqa qaytamiz. Xo'sh. Nima qilaylik-da? Hop, bunda davom etamiz. Ikkinchi dars. Ikkinchi darsdan ko'rgan narsa, to есть, Buni hozir ko'rdik-ku, a? ko'rdik aka. Buni ham ko'rdik-a? Da, da, da. Bo'ldi unda. Uchinchi dars. Biz ko'rib chiqarganmiz, order blok. Nima deykan? Ye. Nima deykan bo'lsak, bu katta institutsional banklarni yoki katta tiklarni o'zidan qo'llagan, o'zi katta narx kirgan joylar, katta pul kirgan joylarni bizda order blok deb aytiladi. Bu yerda ko'pincha katta banklarni orderlari turgan bo'ladi. Xo'sh, bizda birinchi order blokimizni ko'rishimiz mumkin. Bizda liquidity sweep bo'lgandan keyin bizda order blok hosil qilib, o'sha order blokka javob berib, tepadagi ichki likvidlarimizni, tashqi likvidlarimizni yechish qilingan. И undan tashqari ko'rishimiz mumkin, qaytib kelgan vaqtda ham bizga qanaqadir darajada o'zini pullbackini ko'rsatgan. Retracement sifatida bo'lsa ham, baribir shu joydan juda sekin qaytarib berilgan. Xo'sh, ikkinchi joyimizni ko'rishimiz mumkin. Bizda ikkinchi joyimizda bu bo'lgan xuddi shunaqa liquidity sweep bo'lgandan keyin bizda tushish downtrend boshlangan. U downtrenddan keyin bizga poyimizga qaytganda bizda obi tashlab ketilgan. Obi tashlab ketilgan, и shu obidan bizda qaytib kelib, pastki likvidga hujum qilingan. Xo'sh, yana ko'p ko'rishimiz mumkin. Bizda bu yerda liquidity bor, liquidity ushlab qolingandan keyin debitdagi liquidity kelgandan keyin ko'rishimiz mumkin, shu obida o'zi ham, o'zi mana bu katta sechkanimiz ham juda ham katta sub resistance vazifasini bajarib, bizga narxda Ne bunaqa xunuk obi tortdingiz? Mana bu joyga tortdingizmi? Mana bu joydan boshlab tortdingizmi? Tushunmay qoldim. Hello. mana bu ikkitani olib ketdim-da aka. Qaysi ikkitani? Mana bu ikkita o'xshamcha bor-ku. Yashilmi? Ha. Ya bu tushunarli. Mana bu ustiga tortganingiz emas. Yo'q, bu prosta aka chizib o'tib ketdim. Nega prosta? Hech narsa prosta o'zidan o'zi chizmagansiz-ku, yosh katta bolasiz. Endi Ko'zda bo'lsa bolalik qilib qo'yasiz, tezroq- to'g'rimi? endi prosta tezroq nima bo'lsin deb turib, prosta mana shu ikkitani olamiz degan sifatda qilib ketganman aka buni. Okey, ikkitani oladigan bo'lsangiz bunga tortishingiz prichon. U mantiqan ham to'g'ri kelmaydi-ku unga tortish o'zi. Shunga hayron qolyapman-da. O'zingiz bilib turibsiz, o'zingiz aytib turibsiz. Mantiqan Lekin to'g'ri bu kelmayapti safar deb baholayotgan hamma- narsangizga tortayapsiz. Demak, nimadir o'ylagansiz yoki qanaqadir sizda savolingiz bor. Yo'q, aka. Unaqa emas aka, hobbi. Nimadir tezroq bo'lishiga dedingiz. O'sha nima? Va nimani tezlashtirmoqchi bo'lgansiz hozir? Mana siz aytdingiz-ku, главный lo'nda ko'rsatib ketish kerak. O'tirib, bir bolani aytib o'tirmaslik kerak dedingiz-ku. O'shanga prosta mana ikkitasiga hechkan olamiz. Bu o'sha zona sifatida ishlab beradi. Likvid yechgandan keyin xuddi shu zona sifatida ko'rsangiz tushib ketyapti degan ma'noni berganman aka bu yerda. Bu qanaqa zona? Tushunmayapman. Bu qanaqa zona? O'zingiz aytdingiz-ku, bu pastki o'sha supportniy zonani. SNRmi? SNRmi? Da, endi shunaqa. Da. Shunaqa deng-da. Hozir ko'ramiz. Agar siz buni SNR deb baholayotgan bo'lsangiz, quyidagicha sharh berib ketishingiz kerak bo'ladi bu joyda yoki berib ketgan bo'lishingiz kerak. Bu SNR buni o'sha support and resistancechilar mana bu joyda daraja bor deb ko'radi, lekin bu yerda stop rate bo'ldi deysiz. Boyagindek mana bu tagi iPhone'ga javobini berdi, sekin tushib ketyapti deyishingiz kerak. Shurab yuborgan. Xo'sh, keyingisini ko'rishimiz mumkin. Keyingisida ham bizda ikkita time frame'da mana shu joyga qo'y bor. Bu qo'yda mana bu Yeb bila. Mishga nima yetib ketaveryapti? ko'rmaganman aka, bu yerda poy bormi yo'qmi? Prosta poy bor deb ketgan bu. Po'xa aytib ketdingiz, prosta tavakkaliga. Endi bu siqilib chiqyapti-ku, to есть 4 soatlikda AMFga qolish kerak ekan bunaqa siqqanda. Qarang-da. Aytyapman, iPhone'ga to'g'ri tortish kerak-ku. iPhone'gani? Qayda iPhone? O'zingiz aytyapsiz iPhone'ga deb. O'sha iPhone'ga iPhone'ga emas aka, FVga deyapman-ku. FVga yo'q-ku bu yerda inson. Yo'q, men 4 soatlikda baribir bo'lishi mumkin-ku, prosta qilib ketganman-da aka. 30 minutlikda nimadir bo'lish, M15da nimadirdan qaytib berilarki baribir. Mana bu likvid yechgandan keyin ko'rishimiz mumkin, pastga tushib berilgan 0.76 zonasiga. Buni ichida qanaydir 15 minut yoki 5 minutlik qolish kerak-ku. O'shani prosta men ko'rsatib ketganman bu yerda. Shuni 15 minutga, 5 minutga olib ko'rsatib ketsa bo'lmaydimi?
Endi aka tezroq deb turib o'tkazib yuborganman-da. Xo'p, Siz ana fakt nima deydi? fakt tezroq bo'ladi-ku o'zi. Siz ham. Siz to'g'ri narsani aytayotgan bo'lsangiz, uni isbotini ham tezroq berib ketishingiz kerak. Faraz qiling, unda Ha, bunday bo'ldi aka. qilamiz. Sizga darsni o'taman tezroq. Dag'ini o'zingiz tushunib olaverasiz. Qalay bo'ladi? Bo'ldi aka, tushunaman. Men sizga boya RDRBni nimasi ham bor dedim. Advanced versiyasi ham bor dediku. Ana shunaqa. IFB, то есть o'shani inversioni bor-da, to'g'rimi? Hmm. IRDRB bilanmi? Shunaqa. Dirin deb qo'ysangiz ham tushunaman. Tushundingizmi, to'g'rimi? Da. Yaxshi. Qarang, men sizga o'rgatayotgan narsa nima? Chartda birinchi navbatda toza ishlang. Chart tozaligi yaxshi, ya'ni mana bunaqa oppoq bo'lib turib, faqat layinlardan iborat. Ortiqcha narsalar, bijirlar yo'q. Lekin mana bunaqa tushunarsiz momentlar bo'lmasin. Bo'ldi, tamom aka. Kerakli narsa bo'lsin. Mayli, siz aytayotgan o'sha ichida nimadir bor degan narsangizni keltirib berib keting. Men sizga g'ing demayman. Nega bu narsani siz oldingizga qo'yapman? Ertaga siz kelajakda mensiz ishlaysizda aka. Tushunyapsizmi? Aha. O'shanaqa joylarda siz qanchalik o'zingiz ishingizga adekvat va professional darajada yondoshsangiz, qanchalik ishingiz toza bo'lsa, ana gap bor-ku, ishqiroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar degan gap. O'sha narsa. Qanchalik toza ishlasangiz, shunchalik o'zingizga yaxshi. Mana bu joyda nima bor edi? Ha, ani tortuvdim. M5 yo M15 da bo'lsa kerak. Epilab borib ko'rib kelayda, o'zi shu bormi, yo'qmi? Unga yetib borguncha miyangizda don-donziki o'ynab, 5 karra bir 5 gavr urib, bilat nimaga u deb o'tirish kerak emas-da aka. Tushundingizmi? Dangal ish qilish kerak, bormi? Okey, ko'ramiz, qani ketdik. Yo'q, bo'ldi, naqd tortdim. Keyingi safar bunaqa qilmayman. Sabab meni vaqtimni olyapti, fokusimni chalg'ityapti. Misol uchun mana shu joyga chizib qo'ydingiz-ku. Bu yoqdagi nimadir qilmoqchi bo'lgan narsangiz esingizdan chiqib qolishi mumkin. Tushunyapsizmi? Olaylik, siz mana bu narsaga ishlamoqchi edingiz. Ya'ni bu yoqqacha chiqib berishiga. Tushunyapsizmi? Lekin siz nimani ordingiz? Bu yoqqa. Tushundingizmi? Siz o'zi bu yoqda kutayotgandingiz. Sabab nima? Sabab katta ehtimol bu birinchidan equal high, ya'ni borib beradigan minor bicycle liquidity desak to'g'ri bo'ladi. Bu external. Okey, buni ham olamiz. Ketdi. Qaradingiz, mana bu joyga keldida bicycle GBP yechib qo'ya oldi yoki yechib qo'ya olmadi. Chalg'dingiz, to'g'rimi? Siz kutilmangiz bu-da. Xayol ketadimi? Nega yechdi, nega yechmadi deb turib. Siz bu yoqda vaqt yo'qotganingiz hisobiga detalli narsani deb turib, juda ko'pala parchalar bo'lib ketyapti-da. Siz keyingi price actionda tushganda mana shu OB-dan manergacha ishlayapsiz. Tushunyapsizmi? Lekin vaholanki bu ko'rdingiz, bu yergacha edi. Eng yaqini bu ekan, bo'ldi. Endi buni ham kutmayapsiz-da, tushunyapsizmi? Yana ishingiz aniqlashib boryapti. Bitta mana o'zi deb turib. Bu yoqqa ishlayapsiz. Ketyapsiz просто. Именно mana shu bitta mana bu yerdagi narsani qolib ketib, hisobini chalkashtirganingiz hisobiga buni ham yo'qotyapsiz. Ключевой narsa yo'qolyapti, fokus ketyapti. Tushunyapsizmi? Yana nima? O'sha oddiy detalli narsani hisobiga kerakli narsani yo'qotyapsiz. O'zbek futbolida endi rivojlanyapti-yu, vitaminizatsiya, o'zini qayta tiklash. Oldin shu narsalar bo'lmaganini hisobiga nima bo'lardi? Saviyasi ham past, o'yinchilar ham yugura olmasdi. PlayStationda bo'ladi o'zi, futbolchilarga 65, 66 bilsangiz, Lokomotiv o'yinchilari shunaqa Nasafti, Bunyodkor. Xuddi shunaqa. Hozir bu narsalar yaxshilanyapti. Misol yaxshilangan narsa, o'sha narsani tushunganning hisobiga, yaxshilanganning hisobiga o'yinlar ham yaxshilanyapti. Hammasi emas, sekin-asta boyagi Husanovga o'xshagani, Fayzullayevga o'xshagani chiqib kelyapti. Shu narsalarning hisobiga, tushunyapsizmi? Ular nima qilgan? Mana shu boshidagi detalli narsaga e'tibor bergan. Siz ham ishingizda detalli narsaga qanchalik mas'uliyat bilan yondoshsangiz, shunchalik ishingiz zo'r chiqadi, professional bo'lasiz. Mazgingizni sikishimni sababi shu. Tushuntirishim kerak, tushuntirmasam bo'lmaydi. Mana bu kichkina likvidness yashagandan keyin bizda order blok qolib ketgan. O'sha order blokdan kelib 1 kelgan, 2 kelgan, 3-chi tarzda bizda ham likvidness bajarilgan. Eng yomon ko'rgan narsalarimdan bittasi shu. 69 marta kelmaydimi? Bu order blok bir marta ishlaydi, brat. Одноразовый. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi, okey, tushundim. Order blok sotib olsak bo'ladi. So'ramaysizmi? Nega unaqa deyapsan, dabba deb turib. Nima endi qilyapsiz aka? Endi sizga savol. Nega men so'ragandan keyin mendan qaytarib so'rayapsiz? Shunchalik siz darsingizga, bergan pulingizga, vaqtingizga, asabingizga, energiyangizga be'tibormisiz? Mas'uliyatsizmisiz? Yo'q. Yo'q, endi nima desam bo'ladi? Просто bu qonunmi deb ketdim. Menimcha 1 kelib, 2 kelib, Xo'p, qonun nega qonunligiga qiziqib ko'rmaysizmi? Faraz qiling,
Mana bitta, ismini bilmayman, qaysidir Ivan O'zbekiston telekanalidami, yoshlardami bilmayman chiqib turib debatda fohishalarni, aslida faoliyat yuritishi bu davlatga yaxshi degan-ku. Tasavvur qiling, shu qonun doirasiga kirdi. Siz qabul qilib ketasizmi shu qonunni? Yo'q. Bo'ldi-da, bu ham xuddi shunaqa narsa. Welcome aka. Endi javob. Baribir yana nimaga borib taqaladi? Aytganingizdek, narx likvidlarni ovlashga qaratilgan yo'sinda harakat qiladi. Bu narsalarda, javobi, ya'ni likvidni yetish-yetishmasligini hal qiluvchi narsa nima? SMT'lar. Bu vaqt tizimiga qo'yilgan holda amalga oshiriladi dedik. Mana shu joyda bu itil yasadi va bundan tushunishimiz mumkinki, narx bundan keyingi keladigan price action'i kelajakdagi qancha tushsa ham buni nima qilmaydi? Buzmaydi. E'tibor qiling, bu yashil bo'lgan, to'g'rimi? Mana buni yechgan likvidini, lovini. Ko'pchilik nima deb o'ylaydi bu joyda? Mana bunaqa OB'lardan kiraveradigan sassiq SMC'chilar bor, bilasizmi? Stopda chiroyli ushlaydimi? Da, da. Keyin bu mana bu OB'sidan yana nima qiladi? Sellga. Paket Beradi, bo'ldi. sigir ishlaydi. SMC harom ekan, bo'lmadi, men pulimni uxlatdi deydi. Aytganimdek, likvidlarga qaratilgan. Bu bizga qiziq emas. Bizga qiziq nuqta mana. Bundan boshqa hamma nuqtani biz nima qilamiz? Ignore qilamiz. Ya'ni protected low hisobida olmaymiz. Faqatgina mana shu nuqtani olamiz. Tushunishimiz kerakki, demak, даже bu ham nima ekan? Likvid ekan. Qanaqa bo'lsa ham, likvid yechgan bo'lsa ham. Bizda shunday mavzu bor aka. Mana bu nima? Qaysi? O'shami? Mana bu. Yechdi likvid, to'g'rimi? Da. Endi qarang. Bu qanaqa? Bu SMT yecholmagan. Equal hay, aha, okey. Borib yechdi. To'g'rimi? Yechmagan bo'lsa ham yechdi deb turaylik, sal pastroq bo'lsin. Equal high bo'lib turibdi. Aha. Yechdi. Bu ikkalasi nima edi? Liquid. Qanaqa? Yetilmagan. Yechilmagan, da. Bu ham likvid. Bu likvidni yechdi, to'g'rimi? Aha. Equal high, equal low'larda mana bunaqa olsangiz bo'ladi. LR. Likvid yechishda kam qarshilikka uchragan nuqta. O'zbekchasiga tushuntiradigan bo'lsam, Google Translate tilidagi harom tarjimasi shunaqa. Keyingisi bor XR. Bular nima deb qiziqmaysizmi? Bular o'sha equal hadi boshqacha aytilgan ekan-da. Yo'q. Bular o'sha equal high, equal low bo'layotgan, ya'ni LR ni yechgan likvid. Ya'niki likvidni yechgan nima? Baribir likvid. Tushundingizmi? Aha. To есть u XR, LR bo'ladimi? Da. Ha, okey. Demak, bu ham nima ekan? Likvidni yechgan Likvidda. Da. Fox qayerda qolish kerak ekan? Pastdagi itilida. Qolganiga nima qo'yasiz? O'sha joyda. Order blok qachon tushadi? Yo qanaqa likvidni yechilgan payti, yo order blokdan keyin CVG qolgan bo'lsa. O'sha vaqtlar kuchli order bloklar Shu to'g'rimi aka? Hozir mana masalan likvidni yechib o'zidan unday qoldiradi-ku order blok. Undan keyin FV ga qoldiradi. Shu kuchlimi? Albatta. Okey. Mana yerda aytganingizmi? kuchli order bloklar Da. Xo'sh, bizda yana order blok bo'ladi, tushli order bloki, keyingisi bizda yana mana shunaqa. Eminni qanaqa tipdagisini aytayotganingizni tushunmay qoldim. Yo qanaqa likvidni Mana yechilgan masalan, yo order blokdan keyin Ayting. Ha, hozir shu joy. Order blokdan keyin FV ga qolsa. o'sha vaqtlar kuchli order bloklar hosil bo'ladi. Order blokdan keyin FVga qolsa. Mana bu order blokdan keyin. Demak, bu yoqda. Prosta aytib ketganman aka, ko'rsatib ketganim yo'q bu yerda prosta. Qarang. Rostmi? FVgni qaysi bir kuchli, bu yerda agar yakka yagona FVg bo'lsa yoki ikkitalik FVg bo'lsa. Nega? Chunki bittasi measuring bo'ladi. O'sha FVgning o'zi birinchi versiyasi oddiy FVg. Bo'ldi. Keyingisi bitta logika bor. Likvidni yechishda ishtirok etayotgan oxirgi FVg olinadi. Teskarisiga ishlatganingizda, mana bu joyda. Bu nima degani? iFVgni olishingiz kerak degan. Lekin siz pastdagi mana bu FVgni oladigan bo'lsangiz, bo'lmaydi. Chunki siz baribir nimaga qarayapsiz? Sellga oqishga qarayapsiz. Mana bu FVgni iFVga qilib ishlatyapsiz. Demak, siz iFVgni nima qilyapsiz? Xato ishlatyapsiz. Tushundingiz-a? Shuning uchun likvidni yechishda ishtirok etayotgan FVgni qidirish kerak. To'g'ri, iFVg sifatida qo'llash uchun. Konkretni FVg bo'ladigan bo'lsa, undan keyin aytganingizdek, mana bu OB dan keyin shakllantiradi, pastga tushishda. Aytayotganda. O'sha yerda ikki xil versiyada berib ketish kerak. Birinchisi oddiy FVg, ikkinchisi measuring ko'rinishida. Uchinchisi ko'rimsiz FVg. Ko'rinar, ko'rinmas FVg deydi. Hozir keyin qarang aka.
Bo'lib tushundim aka. Mana keyin mana pastda ham bitta kichkina mana ko'rinar ko'rinmas bitta shamchasi bor ana turibdi. Ikki tomonga ham otilgan. Manami? Xuddi ana shu ham hobby sifatida ishlatiladi, to'g'rimi? Albatta, chunki sel uchun obi mana shu. Da, o'zi birlamchi navbatda mana bu keyin- obi, mana bu obi selga. Aha. Xato emas bu. Lekin undan keyin, ya'ni bu proses kelajakka tegishli emasda endi bunday qaraydigan bo'lsangiz, agar bu yerda Aha, mana bunaqa aha. obi berib qo'ysa. Bilasizmi? okey. Lekin bu obi emasda, brat, dojida bu. Buni ham obi deb olsangiz bo'ladi. Ну, siz kutayotgan reaksiyani berishi kerak bu. Bersa-da, demak bu haqiqatdan to'g'ri okey. aytganingizdek Mhm. obi bo'lib chiqqan bo'ladi. Obi bo'lishi uchun siz aytayotgan narsa o'zini oqlash kerak. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Yaxshi, tushungan bo'lsangiz. Davom etamiz. TVG qo'ygan bo'lsa, o'sha vaqtlar kuchli order bloklar hosil bo'lardi. Xo'sh, bizda yana order blok bo'ladi, tush order bloki, keyingisi bizda yana mana shunaqa order bloklarni chiqdi. Agar xatolik bo'lsa tuzatamiz. Xo'sh, mana bu joyda ham bizda bu o'sha order blok emas, bu o'sha breaker blok sifatida ishlab ketgan. Bu breaker blok sifatida ishlagan. Xo'sh, mana bu joyda ham xuddi shunaqa bizda har darajaga kelgandan keyin mana shu joydagi bu yerdagi bizdagi OB-lardan reaksiya olgan. Shu OB-lardan reaksiya olgandan keyin bizda FVG qo'yapti. Shu FVG-lardan premium discount tortganimizda ham sekin mana shu yerga tushib, mana bu breakerimizdan bizda reaksiyasini olib ketilgan. Xo'sh, bu joyda ham xuddi shunaqa. Mana bu joyda ham bizda ko'rishimiz mumkin. Kechirib qo'yasiz, bu obi emas. Qaysi aka? Aha. Nega? Javobini siz berasiz. Aka, agar javobini bilganimda buni nima qilmasdim, nima? Chizmasdim-ku. Fikrlab javob bering. Men sizga hozir jonli dars o'tyapman. Shuncha narsani tushuntiryapman. Хотя бы shulardan xulosa qilib, farosatni ishlatib, hal narsa bo'ladi. To есть Dars hurmat qilmasangiz ham o'zingizni hurmat qilib javob berib ko'rsangiz bo'ladi. darsni hurmat qilaman aka, men hurmat qilyapman. Biz bu hech narsani yechishda yoki javob berishda ishlatilmagan-da, to'g'rimi? Nima bu? Bumi? Bu expansion. Yashang. Down. Va bu nimani orasida? Nimani orasida? Mhm. Harakatni orasida, to'g'rimi? Mhm. Shunday ekan bu nega obi bo'la olmaydi? Ayniqsa, aksincha savolni to'g'ri beraman. Bu obi emas. Nima bo'lib ishlaydi endi? Liquidность, to'g'rimi? Mhm. Nega? Biz bu ich tashqi yo'q. Harakatda Boshlaganmi? Yo'q, boshlamagan. harakatni Davom ettirganmi? harakatning qayerida? O'rtasidami? Ha. O'zingizga keldingiz. Aha. Bu breakerimizdan bizda Nima reaksiyasini olib nima aka? Xo'sh, bu joyda Harakatni o'rtasida bo'lsa, nimadir bo'ladimi? Olaylik bu ITX. Mana bu joy. Aha. Eslatib berib qo'ydi. Haydan lowga nima tortasiz? 0.5, to есть premium discount deydi. Shunaqamiz. Aha. Tushunyapsizmi? 0.5 ga O'shaning bazo'r uchun to'g'ri kelyapti. Ya'ni Liquid bu sifatida. brat premium zonada emas. Ya'ni sell uchun bir normalniy zonada emas. Bu discount Ha. zonada, baychilar zonasida. Baychilar zonasi siz ishlayotgan, siz ko'rayotgan tushishga nima? Mantiqan teskari. Demak, bu noo'rin va noto'g'ri sell uchun obi. Javob yana o'sha. Chunki bu baychilar tarafdagisida. Tushundingizmi? O'shaning uchun ham obi bo'lolmaydi. Albatta. Olaylik bu harakatda mana bu PVga bo'ladigan bo'lsa, biz nima degandik buni? Ichkilik kit. Ranged higher va nima? Ranged lower. Ranged lowerni yechdi, to'g'rimi? CISD da mana bu joyga javobini berib oldi, chiqib ketdi, to'g'rimi? Aha. Qayerga qarab ketyapti? Ichkilikka. Ichkilikka ketish paytida men xuyarishkaga mayli ukajon, bu obi qanaqa obi aytaymi? Bitta men bor bilasizmi? Armiya eshikda bombalar bilan, granatalar bilan otishmoqchi bo'lib eshik orqasida tursa, eshikni ushlab turgan kukuruz bo'ladi-yu, shunaqa bu. Tushundingizmi? Kukuruz obi bu. Xuyarishka obi bu.
oddiy qilib aytganda ishlamaydigan obi. Va yana bitta asosiy Mana bu-chi, mana tepadagi nuqtasi turibdi-ku. qarang. Gapni eshiting oxirigacha. Mana bu qora o'zidan oldingi shakllangan, siz obi aytayotgan joyda likidini yechish kerak edi. Mixlab olish kerak bu. Tushundingizmi? Hatto bu eshikdan mix turish kerak-da. Tushunyapsizmi? Yoki eshikni mix bilan qoqib qo'yish kerak. Nimadir bo'lsa ham sal ushlaydi-da, ya'ni reaksion bo'ladi. To'g'ri? Mana bunga o'xshab qaysidir pizzeriyaga qaytarib yubora olmasligim mumkin, lekin tayinli bir reaksiya beradi. Aniqrog'i jumla xato ketdi. Pastgacha, selsatgacha narxni qaytarib olmasligi mumkin, lekin qaysidir kerakli bo'lgan pizzeriyagacha reaksiyasini ko'rsatishi mumkin. Agar mana bu o'zidan oldingi yashil bo'layotgan, biz obi deyotgan joyimizni likidini yechganda edi, bu obi bo'lardi va reaksiyasi mana shu joygacha bo'lardi harni. Dakansa pastga qaytarib olmasa ham. Endi savolingizni bering. Qarang, mana bu siz advanced order block dedingiz-ku. Advanced order block qachon qayerda aytganman? Shu order blockni o'zida, o'sha darsda aytib ketgandingiz. Order block advanced bo'lish uchun bundan oldingi nimani yechish kerak dedingizmi? O'shani yaxshi tushunmadim aka. Endi Biz hozir ko'rsatdingiz-ku. Bu normalniy narsa bo'lish uchun deyapsiz. Mana buni o'sha xayni yechib ketgan bo'lish kerak edi deyapsiz-ku. Xuddi shu narsami bu? Okey, bo'ydi aka. O'shani endi tushundingizmi deyapman-da. Ha, tushundim. Hozir qarang aka, mana shuni aytaylik, yechdi ham deylik. Men order block bo'ldi ham deylik-da, lekin bir ikkita joylarda eshitganman, order block bo'lish uchun tam 1, 2, 3 keyin pastga impuls bo'lish kerak deyilgan-ku o'zi. Shuni deb ketilgan. Bu bitta-ku mana tepada yoki bog'ona ko'rsatganimiz, hattoki o'zi bittagina. Xo'sh, shunga nima qilibdi? O'shanda ham order block bo'laveradi, to'g'rimi? Men sizga boya aytdimmi? Dojjini ham order block deb olasiz. Faqat uni nima qilish kerak edi? Biz kutganday likidni yechib olish kerak. Keyin обратный bu yoqqa qaytayotgan bo'lish kerak. То есть trendga moslangan bo'lish kerak. Va u agar rostdan ham obi bo'lsa nima bo'lardi? Javobini berardi. Tushundingizmi? Xo'sh, mana bu tepada o'sha masalan, o'sha expansionda boshlanish joyi bor-ku aka. Siz mana Italy deb oldingiz. Italy deb olganingizdan keyin FV ga qoldirdi-ku. FV ga qoldirgandan keyin mana bunaqa nima deydi? Hammer deydimi buni? O'shanaqa ham tashlab ketdi. O'shani buni ham order block deb ola olmaymiz, to'g'rimi? Chunki bu ichki likvidini yechib o'sha FV ga javobini berib, tushib ketganda order block deb olishimiz mumkinmi? Yoki bu PDR'da turganligi uchun order block deb olaveramizmi? Bumi? Da. Ya. Bu ham likid bilan. Hozir nima dedik? Yechish kerak. Yo'q, o'shani aytyapman-ku hozir. FV gani yechish kerak edimi bu? Shuning uchun o'shanda order block bo'ladi, to'g'rimi? Katta ehtimol shunaqa. Chunki boshqa javob beradigan joy yo'q-da. Bu yerda hozir javobsiz qolgan joy bitta ana FV ga. Agar bu javob berganda edi, mantiqan da buni PDR sifatida order block o'rnida ishlatsak bo'lardi. O'sha joy bo'sh qoldi. Ya'ni bu order block emasligi shu joyda isbotlanib ketildi. Bozor tomonidan. Mana bu joyda ham bizga ko'rishimiz mumkin. Obi minus olib ketilgan, bu yerda ham likvidness yechgandan keyin bizda pastga tushib, equal low qoldirgan, equal lowdan bizga ko'rishimiz mumkin, reaksiyasi bo'lib tushib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Hozir mana buni obi sifatida olsak bo'ladi. Shunaqa. Obi temasini shunaqa deb tasavvur qilib. Qarang, agar bu haqiqiy obi bo'lganda o'sha joyga javob beradi, ko'rdingizmi? Lekin bu obiga ham javob bermadi, FG ga ham javob bermadi, tushib ketib qoldi. Demak, shunaqa momentda siz sразу fikringizni qaysiga o'zgartirasiz? Breakerga, to'g'rimi? Lekin breakerga ham desak bo'ladi-da. Mana bu ham o'zi FG-da. Aytdik-ku boya. Tfu, bled. Order block, qanaqa FG-ga tushirdim. Keyin bu yerda qaraydigan bo'lsak, bu obiga javobini bermayapti. Bunday kallani ishlatamiz. Nima bor ekan? Measuringga. Qilyapti-da, ketaveryapti. Yana bitta savolim bor-da aka shu yerda. Mana tepada bitta katta switchga turibdi, ko'ryapsizmi? OB deb olib qo'yganman. Shu ham OB ga kirib ketaveradi, to'g'rimi? Bu yaxshi savol bo'ldi, qarang. ICT ni o'zi ham, ya'ni Michael'ning o'zi ham mana shunaqa OB'larda ishlatadi, ishlatmaydi emas. Lekin men ishlatmayman. Tushundingizmi? Tuxuniganmi? Endi qarang. Ko'rdingizmi? Buni iPhone ga o'rinda ishlatsangiz, okey. Lekin bu joydagi OB qandaydir mos tushmaydi menga. Lekin OB, to'g'rimi? Lekin sal xunuk OB. Da, shunaqa. Uniki OBlar turiga kiradi. Qarang, agar unaqa donalab oxirdagisini oladigan bo'lsangiz, har doim oxirdagisini oladigan bo'lsangiz, siz bu OBni emas yoki bu OBning soyasini emas, mana bu OBni yoki bu OBning soyasini olishingizga to'g'ri keladi. Lekin unda ham nima qilmayapti, kelmayapti. Shunda
jamlanma obiylar yaxshiroq ekanligi ko'rinyapti. Ko'rdingizmi? Endi bittalik obiylar bor, yo'q emas. Mana misol uchun mana bu obiy. Ko'ryapsizmi? Mana bu o'zingiz tortgan obiy. Bular normal obiyda. Endi bunaqa darajada maydalashib oxirgisini daxfiy obiy turganda uni oxirgisini tanlab nimadir qo'shib olish sal bo'lmaydi. Menga yoqmaydi. O'zingiz ishlatsangiz bo'ladi. Ну, men ishlatmayman. Bo'ldi, ketishmaydi. Assalomu alaykum. Hozir chiqarganmiz order blok. Nima deymisak, bu katta institut. Xo'sh, yarim assalomu alaykum. Bizda shu videoni boshlab o'zim endi sabr qilib. Shu videoni boshlab men bugun holat ko'rib ketmoqchi edim. Bugungi nazardagi bo'lgan holat. Xo'sh, bizda internet frameimizda FVG qoldirilgandi. Bilsak, Endi qarang, mana shu yerda o'zingizga savol beraman. Qiynayman endi siz. Biz aytdik, buni obiy demaymiz dedik. Lekin siz obiy qilib qo'yibsiz. Lekin narx siz obiy aytgan joydan ketyapti. Aha. What the fuck is that? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun? Chunki likvid yechilgani uchun, to'g'rimi? Yaxshi, yaqin kelyapsiz. Likvid yechilgani. Hech kim likvid borligimi? Narx ana unda turganimi? Nima Sanaga edi? qarang. Piderida turganimi? Yo'q. Qaysi pijari? Mudafa? Или Endi men pipada, to есть 0.05 sort ekan desak, bu o'sha selldan ishlab tushgan ekan. shaqa to'g'ri kelyapti, da, to'g'ri. Lekin u joyda pijari deb olishingiz uchun konkret nima bo'lishi kerak? FVG yo IFVG yoki measuring gap Aha. yoki order block bo'lishi kerak. Lekin bu order block emas. SMT bo'lib qolgan deysizmi, tepadan? SMT mana bu joyda bo'lgan, to'g'ri. Yo'q, qolganlari chiqmadi aka. S&P 500 Nasdaq o'xshab shunchaki yurdi. Mana bu yoqdagi haygacha qolgani yo'q. Dow Jones mana bu hayni o'zini olgani yo'q. Tushunyapsizmi? Aha. Savolimdan ushlab olsangiz bo'ladi. Qaysi pijari dedim? Sanaga qarang dedim. Hafta 05 mi? holat ko'rib ketmoqchi edim. Sal yaqin keldingiz. Bugungi nazardagi bo'lgan holat. Xo'sh, Mana shu yerda tushuntirib ketgandirman aka. Yo, to'xtang. B1 FVGligi uchunmi? Endi o'zingizga keldingiz. Tushundingiz-a? Ha, tushundim. Mana shu joyda boyagi obiy nega xatoligini qilishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Aha. Agar uni Uni mana obiy ishladi nega deb uchun olib ketaversangiz, kelajakda ham chiqib ketadi, biroq chunki uni oybiylar o'rtasida daxuyayu, to'g'rimi? Nasdaqda bir safar ishlab qolib turib olib ketaversangiz, har safar likvidga tushaverasiz-da, baliqchini to'riga tushganda tushaverasiz. Bu yerda lekin sal logikani ishlatib qaraydigan bo'lsak, unaqa emasligini tushunasiz. O'yin boshqa joydaligini tushunasiz. Va menga ham shu kerak. Siz o'yin boshqa joyda ekanligini tushunishingiz kerak. internet frameimizda FVG qoldirilgan. Breakerga to'xtalishim kerak emas edi, chunki obiy bilan breaker deyarli bir xil joyda joylashadi-da. Buni qo'ysin. Buningiz uchun ko'rib qo'yamiz. Aytavering, eshitaman. Bilsak, o'zingiz ham aytgandek, U biyligi uchun tushib ketayotgani yo'q. Bu bu yerda D1 FVGligi uchun tushib ketyapti, to'g'rimi? Albatta. Shunday deb qabul qilishimiz. Albatta, siz o'zingizcha boshida birinchi darsda PDX PDLlarni ne ko'rsatdingiz menga? Mana o'sha narsa. Ha, PDX, okey. Trend bo'ylab ketyapsiz, to'g'rimi? Buyuk bo'yicha 50% ga boryapsiz, to'g'rimi? HTFlar qalqib kelyaptimi? Lekin paq qaytib H1da bitta obiy turgan ekan. U chalg'itish kerak Obiy emas. nimaligini ham prosta ana deb ketaverar ekan. Likid bashara obiy. Aha. Odam bashara ko't. Shuni yaxshi ham tushuntirdingiz aka. Men любой shunaqa joyga olib ketaveraman. Yaxshi ishli ekan. Ha? Nega men sizga shuncha o'lib tirilib savol berib, o'zingizga javob bertirib, parasat ishlatding, unda bunda deb leksiya o'qib, mazgisiga yotibman. Shunaqa narsalar tushunishingiz kerak. ICT bilet mana bunaqa chiburashka, churvanashka obiylardan iborat emasligini, xuy-so'z FVGlardan ketib qolayotganini, qo'shqo'rbatdagi iPhone'ni tortib kelib, mana ketdi-ku degan narsalar emasligini tushunishingiz kerak. Vaholanki siz ham shu narsa uchun pul to'lagansiz. Qolgan usul saytga ko'rishingiz mumkin. Agar range low, range high bo'lgan bo'lsak, bizda range high deb yechilgan, undan keyin Tushundingiz-a? Mana shu tortganingiz, brat, lokalniy range high. Tushunyapsizmi? Ya'ni Alo. chizyapman. Mana shu joyda berib oladi-yu. Aha. Range katta, bu global. Bu boyagi obiy bor-ku, esladingizmi? Shunga o'xshagan oraliqdagisi. Bu nima qiladi? Lokalni yaratadi. Bu bunday keladi-da, javobini berib, to'g'ri trend bo'lib yana davom etadi. O'zini ko'rsatadi. Qaysidir pijaga borganda mana shu yerda range low, haqiqiy low. Oxirgisi bo'ladi. Range low'ni yechgandan keyin qayerga boradi? Range high'ga boradi. Tushundingizmi? Aha.
Muhimi global bilan lokalni almashtirib qo'ymaslik. O binar yarısı birinci bloğa geçip Xo'sh, bugungi temamiz breaker blok. Breaker blok biz nima desak, order blokni sal chapga chapsin. To есть agar order blok buzilsa, support vazifasini bajaradigan order blok bo'lsa, to есть mana hozir bizda support vazifasini bajaradigan order blokda bu qanaqa ishlarda bu buyoqqa kelgandan keyin reaksiya order tepaga ketishadi. Lekin bu bizada buzilganligi uchun bizada resistant, to есть shunaqa resistant zonasini bajarib buzilgan. Buzilgandan keyin bizda ko'rishimiz mumkin live qilib pastga tushib ketadi. Breaker mana shu yerda o'zini so'zini aytadi. O'zini shu yerda ko'rsatadi. Qisqacha qilib aytib ketaman. Breaker kerak emas, kerak. Mana bunaqa joylarda olaylik siz measuringni topdingiz, zo'r joy topdingiz, alovatlar topdingiz, CISD bor, lekin mana bu CISDdan kirishga qo'rqyapsiz-ku. Shuning uchun ham nimani tanlaysiz? Risk katta bo'lib ketadi-da, jala mana bu joyga qo'ysangiz topdi. Measuringni tanlaysiz. Mana bu CISDdan kirgisi kelmaydi. Lekin breakerning kuchi nimada? Breakerning mohiyati nimada? Mana shunaqa momentlarda narx breakerdan ketishini tushunishingiz kerak. U qanday ketadi? Siz birinchi navbatda breakerni o'zini hisobga qo'yishingiz kerak. Endi mana bunaqa asosan katta momentlarda, mana bunaqa displacement bo'lgan joylarda, entry qilsangiz stop katta bo'lib ketadigan joylarda ko'proq narsaga e'tibor berish kerak. Va o'sha breakerga touch qilayotganda mana bu joyda siz nimasini ko'rasiz? Descendaysan. Breakerda PZR sifatida olasizda, shunga javobini berdi deysiz. Keyin ketdi. Berlarda nimadirlarda, LTFda nimadir qilasizda, qo'shilib olasiz. Tushundingizmi? Breaker logikasi shunaqa. Mana bu yerda ikkinchi breaker blokimiz bor. Pastda ishlagan breaker bloklar. Faqatgina hozir mana o'z o'rnidan topilgan narsalarni qo'ydim. Mana bu joyda o'ziga javob berib ketgan. Mana bu blokdan keyin bizda hech bor, shu joyda bizga breaker blokka javob berib, tepadagi haylarga ketilgan. Mana Bu joyda qarang. Mana xuddi shu joy borki, javob berib ketgan deyman. U breaker emas, CICD deb ketsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Aslida o'zi shunaqa. Prosta hozir indamayapman-da. Chunki bu narsani o'zingiz tushunib olishingiz kerak. Aha. breaker blokimizdan Mana buni breaker deb bo'lsak bo'ladi, to'g'rimi? Ikkinchisini. Endi o'zi keldingiz. Shunaqa. Mana bu joydagi ikkinchi bu manimcha bu hafta Mana kechirib qo'yasiz-ku, mana bu nihoya breakerga kirmaydi. Orada nechta valadzino yashil shamchalar aralashib ketyapti, brat. Bu yashil shamchalar bu hammasi yashil degani bilan bunga tegishli degani emas-ku, brat. Nimaga-ki pastdagidan olib ketish kerak? Yo'q, oxirgisini olasiz. Mana shuni olamiz, to'g'rimi? Yo'q, mana. Xo'sh, mana buni olasiz. Soyasini yoki tanasini? Qaysi vaziyatda soyasini bilan olish kerak? U narsa o'zingizga bog'liq. Bu narsani o'zingiz tanlaysiz. Soyasi yoki tanasiligini o'zingiz tanlaysiz. Misol men tanani tanlayman. Kelsa kelmasa tanani tanlayman. Chunki shu ishonchli. Bitta gap bor. Body tell the trust, wicks do the damage. Wicks do the damage. Ya'ni tana haqiqatni aytadi. Wicklar tipa jarohatlaydi, ziyon yetkazadi degandek gap. Bu sizni aldaydi degan. Tushundingizmi? Tana haqiqatni aytadi, wicklar aldaydi. Endi nimaga bu? Chunki aytdik, oxirgisi dedik. Impulsdan oldingi oxirgisi bu. CISDni oldida bo'ladi deyapmiz-ku, yoki order blokda oldida bo'ladi deyapmiz. Demak, o'sha haqiqiy order blok bo'layotganini bitta orqasiga qarashimiz kerak. Agarda unday emas, bu yerda bu bor. Ko'payib ketyapti, tushunyapsizmi? Ko'payib ketgan sari biz nima qilishimiz kerak? Skip. Prosta skip borish kerak bo'ldi. Aytganimdek, bu yerda aralashyapti. Siz buni oldingiz-ku, bu aralashyapti. Yana yashil bo'ldi, yana qora, yana yashil, yana qora, yana yashil bo'lib ketyapti. Lekin oxirgisi. Tushuntira oldimmi? Shu. Bo'ldi. sifatida ishlab beradi, o'zidan foydalanishni qoldirgan. Agar kelganida esa mana buni o'zidan obi sifatida ishlatarlikda mana kelib hozir. Mana kelib turib, bu kelgandan keyin obi bilan sel-side liquidity hujum qilish kerak. Lekin esa bu shunday qilib buzib qo'ydi. Buzib qo'ygandan keyin ko'rishimiz mumkin, bizda umumiy tarzda buy side liquidity qarab ketib qoldi. Mana bu ham xuddi shunaqa foydalanishni qoldirgan, bizda order blok bo'lib ishlab beradi bu. To есть mana buni o'zi desa ham bo'ladi почти. Buni o'zi почти ishlagan va undan keyin tashqariga chiqib, bizda javob berib ketib qolgan. Xo'sh, mana bu joyda ham xuddi shunaqa. Xo'sh, men o'ylashimcha, breaker blok bo'lsa, o'shani buzib o'tishlar bizdan foydaga qoldirilsa, unicorn model bo'ladi. Hozirda ko'rishimiz mumkin, bu yerda liquidity sweep bo'ldi, liquidity sweepdan keyin order blokimizni buzib qo'ydi. To есть breaker qo'ydi, breakerdan o'zidan foydaga qoldi. Ko'rishimiz mumkin, bu narsa bizga qancha darajada yuqoriga ishlab berishiga. Bu order bu breaker blok to'g'ri. Breaker blokni buzib o'tganda foydaga qoldirsa, ta'sir. U unicorn model deydi. Ha. FVga, IFVga breaker blok bo'lish kerak. Mana bu joyda ham kichkina bizda FVchamiz bor, order breaker blokimiz bor. Nasib kelajakda ishlaysiz o'zingiz. Bular oddiy narsa, tushunyapsiz o'zingiz. Prekrasni bilib turibsiz oddiy narsalarligini. Asosan nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi qayerdan o'ylagan? Birinchi fokus mana shularga qaratish kerak. Keyin mana bunaqa yarishkalar bilan stop lowga qo'yasizda, entryni qilaverasiz. Shu globnisi eng globalniy narsalarga qaratib, keyin u yo'l-yo'lakay
Yo'q, qilib ketaverasan deb tutadi. Narx nega bu yerga Aynan tushyapti? shu yerdan qaytish kerak. Ha, okey. Nega bu yerga tushyapti savol? Range low bo'lgani uchunmi? Ay, mana qilib olsa ham bo'ladimi? To есть mana shu bilan, no tepadagi buy side ham olsa bo'ladimi? Shunaqa. O'zi shunaqa xolasiz. Keyin mana bu yerda ozgina nima ham bormi? Nima edi? Gap ham bormi? Ikkasida ko'rinmaydi ekan. Gap yo'q ekan. Mana u. O'sha eco low qilib chizgansiz-ku. O'sha yerda FV ga bormi? Bu yerda FVga javobini berib ketgan. Bunday berib ketgan. Bu xullas, brat, irili. Rangening low'i, rangening high'i. Ya'ni external, internal. Endi nima qilyapti bu? Externalga qarab ketishdan oldin internalda javobini berib olish kerak. Bu joyda equal low yasagan. Demak, unga nima qiladi? Equal low'larga har doim siz boya so'radingiz, displacement deb turib, xuddi shunaqa katta impuls bilan borib beradi. Har doim. Shunda eco low'lar eng kuchli liquidity turiga kiradimi? Albatta. Shubhasiz, shak shubhasiz. Endi qarang, o'shani yechyapti, equal low'ni ko'rdingizmi? Tortyapti, yechyapti. Keyin pastda nima bor? OB'si bor. Ko'rdingizmi? OB nima? Pideri. Bu joy uchun nima bo'ladi? SMR. Bu entries nima bo'ladi? Low risk. Xo'p, bu joy low risk itlsini yasagandan keyin mana bu joyda accumulation yasaydi. Accumulationni high shu. Ya'ni birinchi harakat. Reaccumulation mana bu yerdagi liquidity yechib turib, mana bunaqa joylarda SNT'sini berib olgandan keyin reaccumulationning itlsi mana bu yerdagi o'sini yechadi. Bu birinchi oyoq bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi oyoq bo'ladigan bo'lsa, borib yerda yechdi, o'sini oldi mana bu o'sini. Endi SMR yasaydida, MMSM dan nimaga o'zgaradi? MMBM ga? Da. Endi o'sha joyda boya aytdik, SMR low risk yasadi, ketdi, low riskning itlsi borib accumulationning high'ini yasaydi, ya'ni birinchi oyoqda. Bu paradoks bo'ladi. Ikkinchi oyoqni sell uchun shakllangan MMSMning ikkinchi oyog'ini MMBMning birinchi oyog'i borib yechadi. Xo'p, endichi MMSMning birinchi oyog'ini accumulationning itlsi yechadi. Xuddiki pastda low riskning itlsi mana bu yerda accumulation high'ni yasashda va ikkinchi oyoqni yechishda ishtirok etganidek, bu yerda ham xuddi shunaqa. Ikkinchi oyoqning itlsi borib bu yerdagi birinchi oyoqni yechadi. Va reaccumulation yasaydida, reaccumulationning itlsi o'sini yechadi. Tushundingizmi? Hammasi itlini yasagandan keyin yechyapti va e'tibor beringki, hammasi itlini yasagandan keyin impulslar bilan nima qilyapti? Harakatlanyapti. Ya'ni impulsiv harakat itni yasagandan keyin sodir bo'ladi degani. Tushunarlimi? Yashang. Mana bu yerda pre-kirib logiz chiqib yoribdi, selga ishlay olmay qoldi. Shunaqasi ham bormi aka? iPhone'gina bu anaqasi ham bor edi. Buni ham bunaqa shunaqa varianti ham bor. Unaqasi. Umumiy SNR qilib ishlatsangiz bo'ladi. Umumiy SNR. Umumatak bunaqasi yo'q. Bu joydagi repair order block. Hozir yana ko'chib qolgan bu IPG. O'z inversion fair value gap. Bu o'sha ko'chib chiqqan fair value gapimizni imbalansimizda xuddi breaker bloklashib buzib o'tgan emas. Hozir bu yerga ko'chib chiqishimiz mumkin. Bizda mana bu yerda DCI qo'llangan. Bizda buni yechganimizdan keyin DCI qo'llangan и ko'rishimiz mumkin. Buni bir format qilib, ikkinchi marta format qilmasdan tushib ketilgan. И bizda bu yerda inversiya hosil bo'lgan. Imbalance'da inversiya hosil bo'lgan. O'shanda bizda inversion fair value gap aytiladi. Bu ham qarshilik zonasi sifatida ishlab beradi. Birinchi premyerimiz bugungi Savol, nega Qo'shrabotdagi iPhone'ga tortasizlar? Nima to'lq sizlarga? Yo'q, hozir prosta ko'rsatib ketish uchun mana ishlab yuribdi degan narsani qilish uchun qo'yib ketgandim aka. Bu degani qo'l tegdi, qo'taq tegdi deganida aka. Shuga vaysana qilay, shu zayboq hammasidan qo'y, mazgimi sikmasin. Video bormi? Bor. Qo'ysin 5 minut, 10 minut bo'lsa ham bor. Aytilgan, o'tilgan narsasi bormi? Bor bo'ldi. Quloq tinchsin deganda bu brat. Vijdonan yondoshmagansizda. Yo'q, endi u Qo'shrabotdagisini olmasligimni bilmayman-ku. Gap biznes. Siz meni yaxshi bilasiz aka. Har doim og'zimdan tushmaydi aka. Birinchi darsda o'zidayoq aytganman-ku bu narsani. Ana dars tashib berganimda ham bekorga men sizga ko'ring demadim. Bu darsda qo'ying. YouTube'da o'zingiz ko'rgansiz aka. Nahotki men bu jumlani eshitmagansiz. Likvidni yechishda ishtirok etayotgan oxirgi FVG, hammani yegan oxirgisi, kuchlisi, anig'i, to'g'risi, haloli. Bo'ldi. Siz kelajakdagi juft halolingizga bilet hozir mana bu yerda xiyonat qilyapsiz-da, brat. Unaqa juft haromingizni yo'qoting, Qo'shrabotdagi iPhone'laringizni yo'qoting. Ertaga oilangizni buzvoradi, brat. Ertaga treydlaringizni buzvoradi, kelajagingizni buzvoradi. Daraja sifatida foydalanish boshqa narsa. iPhone'gini iPhone sifatida foydalanish boshqa narsa. Tasavvur qiling.
Sizni bilet oddiy bunaqa dizayner sifatida foydalandi bo'ldi. Ishi bitdi, surdi. Sizga biz bir ahil oilamiz, biz siz bilan hali kelajakda istiqbolli ishlar qilamiz. Siz kamida 5 yil biz bilan ishlaysiz. Sizni oyligingizni buncha qilib beramiz, deyapti-da, bir oydan keyin ko'tingizga tegib jo'nataveryapti. Aha. Deysizmi? Yo'q. Boyagi FVga bechara ham chidamaydi-da, brat. Ha, bo'ldi shu. То есть iPhone'ga bechara ham chidamaydi-da. Siz bu yerda bilgan bo'g'ingizni yeb yotibsiz. Yomon ko'rgan narsam shuligini bilardingiz-ku, brat. Shu gapni eshitmaganman deng, onasidan so'ng. Shu yerda hozir shunday videoni kamerani yoqaman-da, cho'chaqani kesib tashlayman aka. Aytmagansan. Oxirgi FVga, iPhone'ga likidni yechishda ishtirok etayotgani oxirgisi iPhone'ga demagansan deng-da. Hozir ham aytdingiz-ku, bundan oldingida. Ya, shu vazifani tashlashdan oldin shu gapni mendan eshitganmisiz yo'qmi? Qulog'ingizga chalinmadimi? Ha, eshitganman aka. Unaqa qilmang, iltimos aka. Keyingi safar maylimi? Bo'ldi aka, tamom. Kechagi premyeramizga ko'rishimiz mumkin. Bizga bir ikkinchi bizda anamiz bor. Bu ham bo'lmaydi-da, zaten bo'ldi. Xato bu, xato. Bo'ldi. Mana bu bo'lishi mumkin edi, mana bu bo'lishi mumkin edi. Nu bu xato. Qanaqadir ommadan keyin 0.72 o'tayotgan bo'lgan. Chunki likidni ketgani mana. Oxirgisi shu, mana shu bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas, shu ekan. Bitta o'sha ham nima qilib bo'pti? Javob berib ketyapti o'zi. Ha, ketib qopti-yu. Bunda ham shunday aka, bitta ishlagan narsa qaytib ishlamaydi. Yo'q. Bunda ham xuddi shunday. Xo'sh, ikkinchisini ko'rishimiz mumkin. Bizda sekin astalik bilan. Qisqa qilib aytganda pederlar одноразовый. Mana bucha bu likvidni yechgan, to'g'rimi? Bu to'g'ri. Buni olsa bo'ladi. Shunday. Lekin mana bu birikta joylarda eshitdim, IFFga kirish uchun impuls bilan yechish kerak deyilgan-ku. To'g'rimi? Bilmayman men. Akkumulyator likid yechish kerak bo'ldi, brat. Likid yechish kerak. Tamom. Bo'ldi, tushundim. Likid yechish kerak. Bizdan kelib bizda Excel sayt muqamiga qo'shim qilingan. Xo'sh, yana bu joyda ham bor, to'g'ri kelib bermagan, lekin bu yerda ham inversiya qilib ketgan. PG. Bu yerda ham xuddi shunaqa, bir marta kelgan, ikkinchi marta kelgan, inversiya qilish qiyin bo'lgan, lekin inversiya qilib ketilgan. Mana bu joyda ham, masalan, qaysi PDRga borish yo'lida bizda FVga qo'llangan, bu FVga kelib berib, qaytib buzib mana ko'rishimiz mumkin, buzib o'tilgandan keyin bizga IFV'ni ichiga kirib Bu lekin price action harom qolish bo'lsa ham, qiynaydigan bo'lsa ham to'g'ri iPhone'ga bu. to'xtamizga qo'shim qilingan. Mana bu yerda iPhone'imiz bersamiz. Bu yerda kichkina iPhone'gacha, bunga ichida. Qani bu yerda likid deydigan bo'lsangiz, men sizga aytaman. Measuring gap. Ya'ni qisqa qilib aytganda FVG'ni xolavachchasi. FVG nima? Zoti, nasli, irg'li. Demak, bu nima? Ichki likid. Bu ichki likvid. Mana shu likidni yechishda ishtirok etayotgan oxirgi FVG nima bo'lyapti? iPhone'ga bo'ladi. Yashang. Hozir qarang, mana biz aytdik-ku, shunda Любой FVG'miz bizga ichki likvid vazifasini bajarib beradi. Любой. Faqat to'g'ri FVG bo'lishi kerak, brat. Qalan qasangiz emas. iPhone'ga emas, bu BPR. Balance price range bo'lishi mumkin. Lekin shunaqa qilib bo'ldi. Bo'lishi mumkin. Lekin Bu nima? Nega manerga emas? Nega manerga tortgansiz? Savolda yaxshiroq, tiniqroq beraman. Nega mana bunaqa emas? iPhone'ingiz nega mana bunaqa pastida ketib qolgan? shunaqa qilib bo'ldi. Bunday qilib olib bo'lmaydi, ha? To'g'ri, masalan, ikkita, uchta bir yaqin FVG'chalar turadi-ku. Umumiy qilib olib ketish. Qo'pol misol bilan tushuntirishga harakat qilyapman, lekin qo'ying deyapman, qo'ying, ha bo'lib qolasizda. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'ldi. Keling. Siz ham xafa qilmang, o'zim ham asabiylashmang. Xo'sh, qanaqa bo'ladi desak, bizda ko'rishimiz mumkin. Down brendda ketyapmiz. Down brendga ketganimizdan keyin bizda ko'rishimiz mumkin. O'qib o'rganamiz, endi. Buzildi, o'z likviditasi bo'ldi, likviditasi O'qib o'rganmang, o'qib o'rganing. Siz hozir dars qilyapsiz va men sizga hozir dars o'tyapman. Tushunyapsizmi? Boyagi berilgan, ko'rilgan, siz o'zingiz mustaqil qilgan darsingiz dars emas. Uni men o'tmadim. U ochiq manba, men tomonidan berilgan ochiq manba. Qo'lingizdan kelgancha, aqlingiz yetgancha sinab ko'rdingiz o'zingiz. Lekin men endi sizga dars o'tyapman. Tushunyapsizmi? Mana shu darsimiz jonli dars. Siz qilayotgan, o'rganayotgan narsalar bu endi haqiqiy siz o'qib, anglab tushunayotgan narsangiz. Bu prosta harakat qilib ko'rganingiz. Bu prям tushunayotganingiz. Tushuntira oldimmi?
Undan keyin bizda MSS hosil bo'ldi. Demak, siz ham vaziyatga moslashib, hozirda o'zida tez o'rganib, tez farosatni ishlatib, tezkor javob berish kerak, brат. Juda qisqalab tepadan asta fabrika qoldirmasdan MSS hosil bo'ldi. Va bizdagi mana bu joydagi farewell gapimiz, sel ishlab bergan farewell gapimiz buzildida. Bu yerda IPv bo'ldi. Inversion farewell gap bo'ldi. Endi buni kelganidan keyin qaytib kelishiga by site nuqtalariga tashlash kerak. Yaxshi. Xo'sh, bizda yana bizda nima bor? Bu PDR zonalar. PDR zonalar o'zi nima? Xo'sh, bizda PDR zonasi qanaqa hosil bo'ladi desak, bizda qanaqa sel site nuqtasiga borildi. Undan keyin juda kuchli qaytma zonalardan chiqildi va bizda mana shu joyda biz ko'rishimiz mumkin PDR zonasi bor. Xo'sh, bizda mana shu PDR zonasi bor. Bu tamom. Sal xato ketdi. Bu discount zona. Xo'sh, qanaqa narx tushsa bu bu discount zona, bu premium zona. Discount zona bu arzon zona. Xo'sh, kimdir sotib olmoqchi bo'lsa, bu narsani arzon zonadan qutadi. Xo'sh, bu yerga tushib, tushgandan keyin bo'lmagan tepaga chiqsak bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, bizdagi PDR zonalarga nima qiladi? Liquidity poollar, order blocklar, farewell gaplar, breaking blocklar va mitigation blocklar kiradi. Xo'sh, endi bizdagi premium zona bo'lsa, premium zonaga ishlatiladigan bo'lsa, xuddi shuni teskari discount zonaga ham xuddi shu narsa kiradi. Bunda biz qanaqa ishlaymiz desak, biz ko'rishimiz mumkin, narx ketadi va tepaga chiqadi. Tepaga chiqqandan keyin o'zidagi o'sha 0.5 ta olamiz va biz tepadagi katta sell side nuqtaga hujum qilmoqchimiz. O'sha sell side nuqtaga hujum qilishimiz uchun biz discount zonaga tushishimiz kerak. Discount zonadagi farewell liquidity poollar, order blocklar, breaking blocklarni o'sha joyga qo'ygan. O'sha PDR zonasiga kelishini kutib va o'sha yerdan reaksiyasini olib, by site'ga haydasak bo'ladi. Nice. Yashang hofiz. Молодец. Bugungi paka shular. Savollar bormi yo'q? Yo'q, Bemalol beravering. Tag'in Yo'q, jahl yo'q, so'rayaptimi? Yibanda o'tirmang, просто aytyapman. yo'q, normal. O'zi dars shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman aka. Bu xafa qilib qo'yaman deb o'tirsangiz aka, undan dars bo'lmayman, odam undan o'rganmaydimi deb o'ylayman. O'shaning uchun ham sizdan dars o'rganman o'zi. Vau. Buni qarang. Xafa bo'lib qolish aka, yo'q unaqa narsalar. Endi Uyalib uyg'ondingizmi? qolishlar bo'lishi mumkin aka, uyalib qolishlar. Biz qanday shu narsani bilmasligi mumkin degan narsani. To'g'ri ana shunday bo'lib qoldi aka. Biz uyalib qoldim. Qanday javob bera olmay qolganligimni anonsiga. Buku mayli, Gold Osiga keldirinchi lovga. MBXga kumush chiqdi, bu chiqolmadi. Bu faqat mana bu yergacha chiqoldi. Bu joyga reaksiya beradi-da. Mana bu joylarda hamma tushib ketadi. Xullas shunaqa bugungi gaplar, o'rtoq Mahmudbek. Bo'l aka. Savollar bo'lsa bemalol beravering. Qanaqa darslarni nima qilay aka? Qaysi darslarni ko'rib chiqay? Qaysi darslarni qaytaray? Uyga vazifani bera olaman sizga, maylimi? Keling, hozir beray. YouTube'dagi Killzone hozir bitta buni beryapman-ku, mana yerdagi bitta emas, bitta Killzone. O'shalardan tashqari yana Killzone deb yozilgan darslikdan ham ko'rib chiqyapman. Nima ishlar? Ana MSS, SMT, Fomsday sessiyalar va Killzone'larda bir o'sha nechta videosi bo'lsa o'shalarni ko'rib chiqaman, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana bu darsni yaxshilab tushuning. Bu darsda ham yaxshi narsalar bor. Shunaqa gaplar. Xabarlashuv zokasi. Mana bu yerda ham bor ekan. Qarang. Sessiyalar va Killzone'larni aniqlash. Mana 31-37 ni ham ko'rasiz. 31-32 ha? 31-32. Xabarlashuv zokasi. Aka, ana videosini tashlab qo'yasan? Albatta, albatta.